أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Sağdaşlarımız biz dersimizdenki aldığınki kısımlarda, aldığınki saatlarda şu kitabımızın 3. kısmı til dairesideki til gıta ve usul kaideleri hakkında sözlep kelyapatkan. Biz birinci kaidemizde ifade şekilleri, ifade yolları hakkında sözlüdük. İfade yollarının içinde mefhum muvafakada bir tür çıktı dalalat-ı nes'ten. Şundan tarmak şekilde ikinci kaide kılıp mefhum muhalefe toğırlık sözlüdük. Ondan keyin şu cümlelerinki sözlerinki aşkar ifade yoki aşkar olmagan ifade toğırlık sözlüdük. Bularning hammasi biz şu saatlerimizde dep kelganimizdek bu tilga ait tilga tava tushunchalar til ichidagi uslublar manojatga vaqtda. Undan keyin bizningki 5, 6, 7 qoidamizda biz shu 5 qoidani so'zlagan vaqtimizda so'zningki xarakterini belgilaydigan, ya'ni masalan mushtarak sözlerdeki bo'ladigan mushtaraklik, bir so'zningki ko'p ma'nilik bo'lish. Ikkinchisi am bo'lish so'zlardagi, ya'ni ko'p doiralarni qana qilish, o'z ichiga olish, ko'p afrodlarni, ko'p doiralarni, ko'p juz'iyatlarni o'z ichiga olish birla vaqtida. Ondan keyin muayyan bir doiraga qaratilish, muayyan bir shaxsga, muayyan bir juz'iga yoki muayyan bir parchaga qaratilish qatorliq 3 xil asosiy mazmunni bir so'z tavalligiga oid qilib turib, bir doiraga kirgizib turib so'zlaymiz deb bir qitim eskartgan. Shuningga asosan oldingi darsimizda biz lafz-i mushtarakni so'zladik. Shu jarayonda amlarni ma'lum darajada qistirib so'zlab o'tdik, xoslarni ma'lum darajada so'zlab o'tdik. Endi bugungi darsimizningki mazmuni al-am va dilalatuhu, ya'ni am va amning nimasi ifodasi. Biz ilgirki dersimizde so'zlab o'tgandek, asli am degan lug'at jihati tayinlanishda bir xil ko'p ma'noni o'z ichiga olgan. Bir nuqtaga qaratilmaydi ma'no. Bir muayyan bir juz'iga yoki muayyan shaxsga, muayyan narsaga qaratilmaydi. Shu so'zning ifodalamoqchi bo'lgan ma'nosi aslidillah. Keyin ma'lum bir so'zningki qetilishi yoki ma'lum bir qarina mana nuqtadan emas, aslidillahni bihasbil wad degani yoki wad'ihil lughawi degani. Lug'at wad'i esa deganga aslidillah shu so'z tuzilishda ko'pliga ifodalarni o'z ichiga elib tuzilgan. Masalan, at-tullab o'quvchilar desa, bu so'zning xarakterining o'zila bir cheksiz doira bu-chu, cheksiz doira. Agar muayyanlashib qolgandan keyin bu hasuludu yoki nav'iy xaslashidi ma'lum darajada. Muayyanlashmay cheksiz bir doira bo'lib qolsa, buni biz nima deymiz? Am deymiz. Endi buni tushunmak tez emas, bu amning doirasini. Ammo jumlalarda kiradigan amlarningki lafzi am bo'lib qolsa-mu, shu am bo'lgan lafzning iroda qilinadigan mazmunlarning o'xshamasligi bu amga munosabatlik bir diqqat qilish bir nuqta var. Biz şu noktadan amne dersimizin ahirida al-am yuradu bihil xusus, al-am yuradu bihil umum, al-amul maxsus deb üçke bilimiz. Bu bir alohida nokta bugungi dersimizdeki. Yeni bir muhim noktadan birisi şu amlarninki ifadesi haqidagi ulamolarimizningki o'xshamaydigan bir xil ikki xil ko'z qarashi bor. Ya'ni am o'zining ifodasida keskin yani jazmiy qat'iy deb qo'yamiz arabchada, keskin amni mutlaq ichiga kirgizamdi yoki am shu amni ifodalashda ehtimolliq, ya'ni zanniy mo. Qat'iy bo'lib qolgan vaqtida buningga qiladigan muomalamiz o'xshamaydi. Masalan, boshqa narsalar bilan buni moslashtirish, jam'i qilish, tavfiqlashtirish, boshqa narsalar bilan bunun mutlaqlarini muqayyatlash, masalan, boshqa narsalar bilan buni qana qilish, xoslash qatorliq ma'nolarda bu farq etadi. Agar zanni ehtimolli bo'lib qolsa, buning muomalasi boshqa. Mush jihatda ulamolarning o'xshamaydigan bir ikki xil ko'z qarashi bor.
Shu ko'z qarash bugungi darsdagi asosiy muddao. Bugungi darsimizda saboqdoshlarimizdan alohida diqqat qilish tegishli nuqtalardan bir ikkini eskartib o'tamiz. Saboqdoshlar shuni talab qilamiz, shu nuqtaga diqqat qilishni. Birsi amning ifodasi haqidagi ulamolarning o'xshamagan ikki ko'z qarashi. Bu ikki ko'z qarash mushaydan boshlansa, ta fiqh kitoblargacha, masalan, ahkam tafsirlarigacha ish qilib, mush Qur'oni Karim yoki hadisda kelib qoladigan am lafzlariki bayalarning hammasiga munosabatlik mazmunlarga ta'sir ko'rsatdi. Shunga mushu nuqta o'quvchilarimizga sal muhim deb eskartilishi kerak. Undan keyin yana birisi men bayatda deb o'tgandek amning turlari. Gerçi kilovatqan hammasi am. Naslarda kilovatqan, ammo amning shu nasli ifodalamoqchi bo'lgan doirasi ifodalamoqchi bo'lgan obyektga o'xshamaydi. Dal shu amning bir turiga kiradi. Mush ikki nuqta alohida muhim nuqta. Qog'aya sizlar bizga nisbatan oldin darslarda ma'lum darajada tushunchalar berildi am haqida qiyin emas. Endi ular ilgirgi darslarimizga o'xshash aptur bugungi darsimizning xulosasini darsimizning beshida katakchining ichiga qizil rangli qilib ep qo'yibdi. Biz avval shuni bir ma'lum tushunchani berib o'tgandan keyin darsni boshlaymiz. Aptur deydi-ki, إذا ورد في النص الشرعي شرعي نستا لفظ عام بردان عام لفظ كاسا أم أبطرنهم مشاهدة قيس خل كوز قراشنا قول الله يدغلقنا بالواغلول ده ولم يقم دليل على تخصيصه برا دليل onu xaslımısa ولم يقم دليل على تخصيصه yani onu xaslaydıqallıqqa bir delil tepilmasa mesela şu vaqtida vacaba hamluhu ala umumihi bu am lafzini şu am ma'noga qaratish vacib ve hükümni şu amning afrod juz'iyat doiralarining hammasiga isbotlash vacib qat'an. Mushay diqqat qilish kerak. Men bayat bir og'iz gapni eskartib o'tdim. Ulamolarningki amning ifodasi haqidagi ko'z qarashi, ba'zi ulamolar am o'zining umumiy doirasini keskin, qat'iy shaklda ko'rsatib ifodalaydi deydi. Ba'zi ulamolar yo'q, o'zining umumiy doiralariga zanni ehtimollik, ya'ni ma'lum doiralarini o'ziga olmaslik ehtimoli bilan ifodalaydi. Degandim emasmi? Abdur qaysiniga tayyor ekan saboqdoshlar? Qat'iy degan tava. Ya'ni buni bizlar kitob atalg'usin degan vaqtda al-am ala umumihi qat'iyan. Ya'ni am o'zininki umumliq bilan bo'ladi, keskinda, qat'an shaklda degan ko'z qarashdagi Abdur ikki xil ulamolarningki ma tarafda ekan, ha. Agar qaraylar, bir dalil shu amni xaslaydiganligiga bo'lgan bir dalil mavjud bo'lsa, shu vaqtda amni afrodlardan keyin qilib qolganlarga xaslab bo'lganligini hamla qilish vojib degani. Masalan, bir dalildan birisi kelib, ma am lafzining ichidan ma doirani chiqarib olamiz deb menda chiqarib olgan bo'lsa, an qilib qolganlarga, ya'ni apresh mazmunni shu ifodasini shu yerga qaratish shu vaqt vojib. Undan keyin hukmni mush afrodlarga, mush doiralarga isbotlash zanni qat'iy emas. Ana o'ganda mishan bir qoida chiqaraylik. Abturning ko'z qarashi, Abturning yo'li tutgan yo'li am taxsislashdan ilgari. Diqqat qilinglar. Am xaslashdan ilgari, ma'lum dorini chiqarishdan ilgari o'zining umumligida qat'iy. Ammo xaslab bo'lgandan keyin o'zining umumligida nima bor? Zanni. Qaranglar. Do'stga qarasanglar ikki xil ko'z qarash bo'tdi. Shafiiy mazhabdagi ulamolar va boshqa bir bilik ulamolar deydi-ki, am umumliqda zahir meyle xaslashdan ilgari olsun yoki keyin olsun. Zahir degan gap biz qaysi kuni dalolatning yo'llarida vadihu dalalada o'qib o'tdik. Zahir degan gap zanni degan gapcho. Ya'ni amning amliqi meyle xaslanishdan ilgari olsun yoki xaslanishdan keyin olsun zanni. Ma'o Shafiiy ulamolarining va bir bilik ulamolarining ko'z qarashi. Hanafiy ulamolarining va bir bilik ulamolarining ko'z qarashi am xaslanishdan ilgari qat'iy xaslanib bo'lganligi zanni bo'ladi. Bu nima degan gap endi desa, Abdurrahmon shu Hanafiy ko'z qarashdi ekan. Masalan desak, o'quvchilar maydonga chiqsin deb bir gap dedi, men o'zimizning gaplaridan bir misol qilib beray. O'quvchilar maydonga chiqsin desa, o'quvchilar degan so'z am so'z bo'ladi. Mushu am so'z zodi butun o'quvchilarni keskin o'ziga olandi, ammamdi degan masala haqida ulamolar deydi-ki,
Muşu o'quvchilar degan so'zni xaslashdan ilgari Hanafiylar bu qat'iy. Bütün muşpeti deyilsa, buyruq muşpeti tushirilsa, bütün o'quvchilar maydonga chiqish kerak. Masalan, keskin, qat'iy degan gap ehtimollik yo'q degan gap, ha? Andikan delildan birisi kelib, masalan, yani shu ma'muriyatdan birdan bir parcha xat kelib, manchinchi yillikning o'quvchilari maydonga chiqmay qolib qolsin desa, shu manchinchi yillikning o'quvchilari qolib qoladi, qaqa o'quvchilar maydonga chiqish kerak. Ammo qilib bu xaslab bo'lgandan keyin qaqa o'quvchilarni o'z ichiga olishdan zanniga aylanadi. Nimishqa bir qitim xaslangan narsaning ikkinchi qitim xaslanish ehtimoli bor. Ammo xaslanmagan narsaning xaslanish ehtimoli yo'q. Mana nuqtadan Hanafiylarningki ko'z qarashining xulosasi am xaslanishdan ilgari umumlikda qat'iy. Xaslanib bo'lgandan keyin zanni. Şafii ulemalarining ko'z qarashi am mayli xaslanishdan ilgari olsun yoki keyin olsun zanni. Endi qat'iy bilan zannining nima farqi bor desa, biz darslarimizning oldida naslarni vurud jihatdanmi zanni qat'iy deb bir ikki turga bo'lgan bo'ldik. Dalolat jihatdanmi zanni qat'iy deb bir ikki turga bo'lgan bo'ldik. Qat'iy deganimiz ehtimollik yo'q. Endi daraja jihatda bir daraja yuqoriladi. Mayli vurud jihatdan olsun, masalan hadislarning ichidagi vurudi qat'iy hadislar, subuti qat'iy hadislar, mutawatir hadislar deymiz. Vahid ahad hadislarning hammasi, xabar vahidlarning hammasi subuti zanni hadislar bo'ladi. Qur'onning umumiylik har qanday holatda Qur'on mutawatir yetib kelgan bo'lib, mutawatir yana qat'iy, vurudi, subuti. Dalalat meselesiga kelsak, mayli Qur'on bo'lsin, mayli hadis bo'lsin, arab til ifodalarining hammasining ichida ba'zi dalolat qat'iylar bor, ba'zi dalolat zannilar bor. Qat'iy deganimiz ifoda noiti aniq, g'ayri ehtimol yo'q degan gap. Zanni deganimiz mazmun aniq, lekin g'ayri ehtimol bor. Mishadimi? Am o'zining umumligida qat'iy degan gap keskin, bütün doiralarning hammani o'z ichiga oladi degan gap. Boshqa ehtimollik yo'q. Zanni degan gap aş ma'lum doiralarning ichidan chiqarib olinish ehtimoli bor degan gap. Mushunchliklar farqi bor. Bundan muomala qilishda qat'iy bo'lib qolsa, yana bir narsalar bilan masalan, Qur'oni Karimni xabar vahidlar bilan qanday qilish, amni xaslash degandek bir uning qiladigan muomalarimiz sal turib chiqadi mazmunlar. Ashunda ishlarni qig'ilmaydi qat'iy bo'lib qolsa. Zanni bo'lib qolsa qig'ildi. Qur'onning oyatlari, masalan, am kelgan oyatlarini Qur'on darajasidan tuvan bo'lgan narsalar bilan masalan qaytlash mutlaqlarini amni xaslash qatorliq masalalarda masala chiqadi, ya'ni farq chiqadi. Mushu nuqtadan kallamiz endi qo'yib ketsin. Şafii ulemalari, bir bilik ulemalar deydi-ki, mushu qoidani kallamni tutib olinglar. Am mayli tahsillanishdan ilgari olsun, qabla tahsis va ba'da yoki tahsillanishdan keyin olsun, zahir umumlikda. Zahir degan gap, zanni degan gap. Ya'ni har xil tahsillanish ehtimoli bor degan gap. Buning oxirisida agish kiradigan, tartiblanib kiradigan bir bilik o'xshamasliklar chiqadi. Hanafiy va boshqa ulemalar ve başka ulemalar am tahsillanishdan ilgari qat'iy, tahsillanib bo'lgandan keyin andan zahirini zanni deydi. Bu vaqtda xaslanishdan birinchi qitim xaslanishdan ilgari qiladigan muomala bilan bir qitim xaslanib bo'lgandan keyin qiladigan muomala farqlanadi nasga nisbatan. Mushu nuqtalardan mushu Qur'oni Karimdan kelgan am lafzlarga ulemalarning qilgan muomalasi, tutgan pozitsiyasi, shundami? Andan buningdan chiqargan ahkam hukmlarida ma'lum darajada zil farqlar chiqib qoladi. Mushu nuqtalar bizga nisbatan tushunish ko'p qolsa, andan fiqh kitoblarida kelib qolgan mazhablar o'tirisidagi, mujtahidlar o'tirisidagi, ulamalar o'tirisidagi ba'zi ahkam elish, hukm elish, fikri jihatdagi ba'zi o'xshamasliklarni biz tushunib olamiz, to'g'ri tushuna olamiz shu vaqtida. Endi Abturning gapiga kelaylik. Ama Abturning ko'z qarashi, am çokum ve la yukhassasu am illa bidalilin yusawihi. Yani am çokum onunga teng keladigan yoki qat'iy zannilikda yuqori keladigan dalil bilan xaslandi. Gapmish yada. Bu alaqa tahsillanishdan ilgari am qat'iy muzalim talashdan gapi dal xaslanadigan dalillar kelgan vaqtida qat'iylik zannilik masalasi o'lishadigan masalaga aylanib qoladi. Mesela Hanefiler tahsillanishdan ilgari am qat'iy dedi. Bunda o'g'atda shu qat'iy bo'lgan amni xaslash uchun cho'qim qat'iy dalil kerak. Odatda zanni dalillar mel dalolat jihatdan olsun, urud jihatdan olsun bo'lmaydi degan gap. Ammo Şafii ulamalar
meylet qabla taxsis yoki ba'da taxsis zanni deydi. Unda olganda Shafiy ulamoning nazaridagi am ne? Har vaqt zanni dalillar bilan xoslig'i bo'ladi degan gap. Mishadillah Hanefi ulamalarının nazarında xaslığı olmaydigan am hükmez neslerini Şafii ulamalarının nazarında xaslığı oldu. Xaslığından keyin dair ma'lum dair talışıdı. Avlu xaslığından keyin dair umumyüzlükni öz içine aldı. Umumyüzlükni, umumi dairlerinin hemmini öz içine algan neslinin ifadesinden çıkıdığan hüküm bilen ma'lum dairege qaratilgan neslinin ifadesinden çıkıdığan hüküm oxşamaydı. Del şu yerde Hanefi ulamalarından Şafii ulamalarının oturda bir kısım fikirlerde oxşaşmaslık olub qaladı. Mesele bu şeyde en ahırdaki qor bizni zalalıqqa şu yuqoridagi ilgili noktalarga Allohida nazar tashlatqizgan qor şu. Va la yukhassasu am mushu qoida Hanafiyda olsun yoki Shafiyda olsun o'rtaq qo'g'achqa an mushu masala tufaylidan qat'ilik zanilik haqida dadalash shu yerdan chiqadi. Ehtimom shu yerdan chiqadi. Xo'sh, unda bo'lsa bugungi darsning umumiy mazmuni mushu shu. Qolgan tafsilotlarga kirib boqaylik. Avval amni ta'rif qilishdan kelaylik. Bizga nisbatan ambaklikka yotma emas. Masalan, biz balog'atlarda, nahviylarda, hatto lafz mushtarakninki ta'rifatida mo tushunib o'tib, shunda olsa-mo kitobning tartibi shu o'g'achqa tapaytimiz. Al-am huwa al-lafz alladhi yadullu bihasbi wad'ihi al-lughawi ala shumulihi wa istighlaqihi li jami' al-afrad allati yasduqu 'alayha ma'nahu min gayri hasin fi kemmiyet muayyene minha. Yani am degan nima desa bir söz. Bir söz. Ellezî bu söz deydi. Yedullu ifadelaydi. Bi hasbi vad'ihi lugavi özünün asli lug'at tayinlanish hisoblandigini bu keyin o'zgargan yoki keyin akab bergan ya ma'lum boshqa omillar tufaylidan chiqargan ma'no emas. Asli tillamishda ma'no ifodalaydi. Nimani ifode? Ala shumuli shu amninki, shu labzninki bütün dairelerin hamısı li cemi'il afrad degeni şu to'g'ri keladigan allazi yasduqu alayhi ma'nahu şu labzning ma'nosi shuni to'g'ri keladigan bütün afrodlarning hammasini o'z ichiga oladiganligiga shumulihi oladiganligini va uni doiraning ichiga oladigan istiqroq degan doiraning ichiga oladiganligini ifodalaydi. Şu ma'nolardan muayyan bir miqdorda cheklab qo'ymasdan ma doirada emas bütün masalan bayon dedim-ku o'quvchilar desa bütün o'quvchilar. İnnallaha la yuhibbuz zalimin. Bütün zalimlar. Min ma'am. İnnallaha yuhibbul muhsinin. Bütün muhsinlar ma'am. Bundan için biraz ayrılıp qalmaydı qat'i. Mushu muhsinin degan iborat o'z ichiga olgan bütün muhsinlarni Alloh yaxshi ko'radi. Zalimin degan iborat o'z ichiga olgan bütün mazmunlarni Allah yaxshi ko'radi. Kishilarni Allah yaxshi ko'radi. Am degan shu. Am degan shu. Masalan deyli, fuqaholarning odatda fiqh kitoblaridagi kullu aqd degan so'zi. Kullu aqd degan so'zi masalan kullu aqdin yushtaratu linqiadihi ahliyatul aqidayn degan bunda bir qoidalar bor. Masalan, bunda qoida chiqib endi. Mushu jumladagi kullu aqd degan so'z lafzi am. Şu söz to'g'ri keladigan narsaning hammasini o'z ichiga olganligiga, ya'ni buni aqdi de o'z ichiga olganligiga, muayyan aqda yoki muayyan aqdlarda ma'lum bir savdo ayirib qo'ymasin, hammani o'z ichiga olganligini ifodalaydi. Chunki har qanday bir aqd butun aqd shunga kirib ketib qoladi. Undan boshqa payg'ambar alayhisolamning hadisida man alqa salahahu fa huwa amin. Qurol tashlagan odamning joni aman. Şeyde men elqa salahahudaki men amlabzi mesela. Kim ki kural taşı soğandakin kural taşlap kolunu kötüygen her qanday adamның hammasi öldürülmeydiğin gap çıkады mesela. Bu yerdeki men degan labzi am labzi bulup muş kural taşlaganlik adamның hammini öz ichiga olganligini ifodalaydi min gayri hasrin fi fard muayyana ma'lum bir shaxs yoki muayyan bir shaxslarda cheklab qo'ymasdan avo yo'q qurollam tashlab ikki qo'llam ko'targan odam asr hisoblanadi, asr shaklda muomala qilinadi, jang maydonida o'ldirilmaydi. Uning kinki jazosi, o kinki masala. Demak, endi yuqoridagi misollar nomin hada mushadin shu elinidirki, umumluq alfazlarning sifatlaridir. Bir so'zning sifati o. Chunki umumluq degan nima desa so'zningki shu so'z
afrod doiralarning hammani o'z ichiga olganligi bo'lgan dalolatdi. Men degan so'z bütün mənlərin hamını öz içi qaldı. Qural taşlığanların hamını. Kullu aqd degan söz bütün so'da satıq, elm bilim kelishimlarning hamını öz içi qaldı. Ma noktadan umumluq lafzning sifatlarini qatarıdır. Ondan keyin lafzi bir farqni ifodalagan bo'lsa, masalan, rajulga o'xshash. Ikki farqni ifodalagan bo'lsa, ikki shaxsni rajulaynga o'xshash. yoki afrodlardan ma'lum cheklik bir doiradagi miqdorni ifodalagan bo'lsa, masalan, rijal, rahd, mi'a, alf degandek bu alfozul umum emas. Buni biz xos deymiz. Xos deymiz, buni umum emas. Umum cheklimisiz. O'quvchilar katta. Ammo Uyg'ur o'quvchilar emas. Pulmallar, bütün pulmallar. Ammo mening pulmallarim o boshqa. Bunday doirada cheklanib qolgandan keyin bu emas. Buning ismi boshqa. Ana bu yerda buna desak, o'quvchilarimiz bunda mutlaq deb bir gapni anglaylik. Mutlaq masalan, lafzul mutlaq deb qo'yamiz. Buni bilan amning farqi nima desa, lafzul mutlaq degan bunday narsa savoqdoshlar. Lafzul mutlaq zada hammani o'z ichiga oladi. Lekin shumuliyat yo'lidan emas. Bu kitobni atalg'usan tushundigan vaqtida mana ham o'z ichiga oladi hammani, doirasidan chiqib butunlay o'z ichiga oladi. Lafzul mutlaq badaliyat yo'ldan kim bo'lsa bo'ladi. Kim bo'lsa bo'ladi, lekin birisi yoki ikkisi yoki bir necha doirada. Masalan deyli, bayatning olgan misolimda bir qo'mondondan birisi askarlar maydonga tushsin desa, askarlar degan gap bütün askerlarni ko'rsatdi. Bütün askerlar maydonga tushdi shu buyruq bo'yicha. Ularni ma'am bir askar chaqira yoki mudir bir o'quvchi chaqira, birisiga buyruq qildida, shu eg'izdan chiqqan bir o'quvchi degan gap arabida talib ifodalanadi. Talib ko'plik shaklda, birlik shaklda, nakira shaklda ifodalanadi. Bunda bo'lib qolgan vaqtida mush bir o'quvchi maktabda o'qiyotgan 2000 o'quvchining hammasiga to'g'ri keladi. Qaysi birisi bo'lsa bo'laveradi. Ahmadni chaqirsin bo'ladi, Samatni chaqirsin bo'ladi, Mehmetni chaqirsin bo'ladi. Kimni chaqirsa bo'laveradi. Anaqanda mushu bir o'quvchi 2000 o'quvchining hammaga to'g'ri keladi. Qaysi birisi bo'lsa bo'laveradi. Mush bir o'quvchi degan gap 2000 o'quvchining hammasi bo'la oladi. Lekin chaqirdig'ini bir. Lekin qaysi bo'lsa bo'ladi? Ma'lum mutlaq. Ammo umumchi desa, o'quvchilarni chaqiringlar desa, ma'lum. Ma'noda hammani o'ziga oldi. Mutlaqda hammani emas. Ammo bunda halaqa shoi'a, fardi shoi'a deb qo'yamiz. O'zi bir, lekin hammaga ma'nodagan. Şoň abturda aytdi, yuqoridagi tushunchadan shu elidiki, am bilan mutlaqning o'rtasidagi farq, am bilan mutlaqning o'rtasidagi farq u bo'lsa-mu, am degan o'zining doiralaridan, afrod doira shaxslaridan har bir doiraning hammani o'ziga olganligini ifoda. Hammasining tahtiga daxil. Ammo mutlaq degan fardi shoi'a bir, ammo hammaga ma'nolaydigan bir. Yoki afrodi shoi'a, yoki bir necha, hamma bir nechaga ma'nolaydigan bir necha. Qanaqdir afrodlarning hammasi emas. Masalan, am birla vaqtda shu am to'g'ri keladigan afrodlarning hammani o'z ichiga oladi. Mutlaq birla vaqt o'z ichiga, birla vaqtda faqat afrodlardan shoi'a bo'lgan, shoi'a degani hammaga ma'nolaydigan, kengri bo'lgan, doirasi kengri bo'lgan birini o'z ichiga oladi. Mana mavu usullarininki tuandagi buning maqsadi shuki, amning umumligi shumuli, mutlaqning umumligi badali. Badali degani almashish yo'lidan. Ammo umum, mutlaqmi umum. Lekin am butunlay o'z ichiga olib umum. Lekin mutlaq qanday umum desa, almış umum. Hammaga ma'nolaydi, lekin birdan. Dedim-ku, o'quvchilarni chaqir, bütün o'quvchilar ma'am. Bir o'quvchi chaqir, qaysi o'quvchi bo'lsa bo'ladi? 2000 o'quvchining maktabda o'qiyotgan 2000 o'quvchining qaysi birisi bo'lsa bo'ladi? Lekin birisi, badali, ya'ni almış keladi. Xalas, bu gap yetib ketdi-ku, bu bizga nisbatan muhim gap emas. Ammo muhim gap nima desa, dal amning ifodasi. Tamam, endi keldik. Am arab tilida amlikni ifodalaydigan lafzlar qaysilsa buni sizlar bilasizlar. Abdurrahmon akaldi bir nechini bir misollar bilan tez o'tib ketamiz. Ya'ni arab tilidagi so'zlar va iboratlarni tashrish orqali shuni ifodaladiki, lug'at tayinlanishi bilan umumlikni, bütün doiralarining hammani o'z ichiga olishni ifodalaydigan alfozlar
tövendeki ol türlük elfaz. Ondan başkaları mı var? Abdurrahman asaslı göz kürünlükine gap koydu. Birisi kul lebzdige ibarelerinin hemmesi şu. Mesela kullu ra'im mes'ulun an ra'iyetihi. Halaka lekum ma fil ardı cemi'an. Kullu hata'in yuhdisu dararan bil gayr. Yulzamu fa'iluhu bit ta'viz. Muşu ibare muşu yukarıdaki üç nesneki kullu ra'in cemi'an kullu hata diye ibarelerin hemmesinin buludu, am buludu. Mesela ikincisi alif lam cins bilen muarraf bolgan bir şahs mesela innel vel asr innel insane lefi husr el insan şu an bizde cimi insanlar bütün insanlara tercüme kılmamız gerekiyor. İnsan degan lafzı bir olsun. Ez-zaniyet ve zani zina qilganlar deb tercüme qilamiz. Es-sariq ve es-sariqatu uğurlar mesela hemmenin ölçüsü oldu. Ahallallahu bey Allah bütün soğudlarını halal kıldı. Bütün degan gapimiz var. Ve harramer riba her qandaq cezanı deymiz mesela. El-bey yanqulul mülkiye dese bey soda satık degan her qandaq soda satık iqdorchilikni o'tkazadi. Mana demak bütün gerçi yuqoridagi keltirgan misollarning hammasida söz birlik shaklida olsin, oldidagi alif lamning ta'siridan umumiy hamma degan ma'noni ifodalaydi. Chunki jins tur deganimiz afrodlarning har bir pardda amallashadi, qanaqdir xos ma'lum pardda yoki maxsus bir necha pardda emas. Uchinchisi alif lam ta'riful jins bilan muarraf bo'lgan ko'plik ismlarga o'xshashlar amga tava bo'ladi. Mutaval mutallaqat yatarabbasna. Talaq qilingan ayollar hammasi vel muhsanatu minan nisa pakiz ayollar masalan. Andaki mudafillerle ma'ruf bo'lgan jamimi shu xud min amwalihim ularning mollaridan bütün mollari masalan hurimat alaykum ummahatukum har qandaq ananglarning hammasi har qandaq ananglar harom bo'ldi masalan. Dördüncüsü isim mavsullar vellezine yarmunal muhsanat manda qilgan ayollar mesela yoki manda qilganlar pakiz ayollarga tuhmat ablag'allar hammani o'ziga oladi vallahi isna minal mahid hayzni to'xtab qolgan ayollar mesela va ulatul ahmal ajaluhunna yad'na hamlahunna va uhilla lakum ma wara'a zalikum undan boshqa hammasi halol degandek iboratlarning hammasidagi allazi ma degan iboratlarimiz amning ifodatlari. 5-chi shart ismlari va man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabati mu'minat mesela deyki man zallazi yuqridulloha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu yuqoridagi oyatdagi man degan iboratlar silan gerçeklikle şart olsun mu? Lekin umumiylikni, köplikni, hammani doiradan o'ziga olishni ifodalaydi. Lekin nakirininki keyindi kelgan nakira, nafininki keyindi kelgan nakira degani manfi nakira demak. Inkor qilgan, bulishsiz shakldagi nakira. Vaqtidami biz odat tarjima nazariy sugatgan vaqtimizda hech qanday hech nima deb tarjima qilamiz emasmi? Bu nima degan gap? Samni ifoda etadigan hukm masalan. La darala va la dirar. Hech qanday ziyon silish bo'lmaydi. Hech kimga hech qanday shaklda ziyon silish bo'lmaydi. Masalan, la hijrata ba'da al-fath. Hamda Makka fath yo'q bo'lgandan keyin qat'iy hech qanday hijrat bo'lmaydi. Masalan, la junaha alaykum. Hech qanday gunoh yo'q degan ma'noda. Bularning hammasi amni ifoda etadilar bizlar. Hamda shu naslarda mushkil iboratlar kelib qolsa, buni nima deb tushunsak bo'ladi? Am deb tushunsak bo'ladi. Demak hamda gapni xulosalasak kullu lafzin min hadhihi al-alfaz yuqoridagi 6 turlik lafz so'zlarning ichidagi har qanday bir so'z tilda haqiqiy shaklda afrodlarning hammani o'zini ifodalashga tayinlangan. Uni o'qimi shu, ma'nosi shu. Endi mushuning g'ayrida, mushu istig'roqning, mushu shumuliyatning ki mushu butun doirani o'ziga olishning g'ayri ishlatilsa, vaqtida majoziy iste'mol bo'ldi. Shuni ifodalaydigan qarayni kerak bo'ladi, haqiqiy ma'nodan qaytaradigan. Shunga oldimizga nasgap qilib yuqorqi iboratlar kelib qolganida kallimiz eng oldi bilan bularning om ma'nosiga berish kerak. Ondan keyin biz boshqa dalillarni, boshqa qarayinlarni mulohaza qilish orqali yuqoridagi so'zlar omni ifodalamay boshqa ma'noni ifodalaydi degan qanoatga kelgan vaqtimizda ham boshqa tarafni qanday qilsak bo'ladi, o'ylasak bo'ladi. Demak, yuqorqi so'zlagarimizning hammasi omning ta'rifoti va omni ifodalaydigan so'zlar. Dersimizning 5-deginimizda darsimizning muhim nuqtasiga endi keldik. Ya'ni omning dalalati. Omning dalalati deganimiz omdan chiqadigan ma'no, hukm. Biz bayatımızlığa alaylı eskerttik. Dersimizdeki muhim noktamız şu. Amның ifadesi hakkında, amның dalalati hakkında, amdan çıkılan mazmun yoki amның qartilmasi hakkında ulamalarning ikki xil ko'z qarashi bor. Mushu ko'z qarash kallamda iniq bo'lsin. Birisi Shafi'i
ve şu tarafdaki ulemalarınki am meyli haslangan bolsun yoki haslanmagan bolsun. Yani münasebet vaqtda haslanishdan ilgari ve kin am zannidir ifadesi. Bunca o vaqtda başka muamele kılınız bununla. Hanefi ve bir bölük ulemalar şu taraftaki am haslanishdan ilgari qat'iy haslanib bo'lgandan keyin zanni. Bu ikki xil ko'z qarash kallanglarga singib ketsin. Kitoblarga yozib qo'yinglarlaydi ko'rindigan yeriga. İki xil ko'z qarash muhim ko'z qarash. Endi bizning qolgan ishlaydigan mazmunlarimizning hammasi mush ikki xil ko'z qarashning oxirisidan kelib chiqqan natijaviy ahvollar, o'zgarishlar. Masalan, amni haslanishdan ilgari zanni haslanib bo'lgandan keyin haslanishdan ilgari qat'iy haslanib bo'lgandan keyin zanni desak, Hanafilar bo'yicha yoki Shofiylar bo'yicha mayli haslanishdan ilgari haslanib bo'lgandan keyin ikkili holatda zanni desak, nima ish olmoqchi, nima yuz beradi? Mush nuqtalar diqqatinglar bo'lsin, mush nuqtalarda. Endi Abdurdavotda amning dalolatiga kelsak, usulillah shuningda ixtilof qilmadiki, biz bayon qilgan am so'zlaridan har bir so'z şu söz to'g'ri keladigan doiralarning hammani o'z ichiga olishga lug'atan tayinlangan deganlikda ixtilof. Demak, hammalarning kallasida shu narsa aniqki, amni ifodalaydi. Ma aniq masala. Va yagina shuningda ixtilof yo'qki, shar'iy nasda am labzi kelib qolsa, shu nas keltirilgan hukmninki shu labzi to'g'ri keladigan afrodlarning hammasiga sabit ekanligidimi? Hamma yo'q ixtilof yo'qligini Qur'on yoki hadisda bir amlabzi kelib qolsa, shu oyat hadisdan chiqqan shu hukm shu labzi amlabzi dalolat qilgan butun doiralarning hammasiga isbotlanadi. Buning ixtilof yo'q lekin. Buning ixtilof yo'q. Illa kimdi bir dalil shu hukmning ba'ziga xos ekanligi bir dalildan birisi bo'lib qolsa, u boshqa. Buning ixtilof yo'q. Ana ixtilof nima? İxtilof yo'q degan yerni sizlar bizning bilimiz ham ixtilof yo'q. Ya'ni bu nuqtani bizning bahs temamiz emas. Ya'ni amdan hukm chiqadi. Oyat hadisda halol harom babida bir am kelib qolsa, masalan bir am labzdan birisi halollab qolsa, halol hukm bilan kelib qolsa, butun am labzlarning hammasi halol bo'ldi. Shu amning ichiga kirgan doiraning hammasi halol. Harom kelib qolsa, illa ki dalil bo'lib qolsa boshqa. Bu yerda ixtilof yo'q. Ana ixtilof nima? Desa ve innema ixtalafu. Faqat ular ixtiloflashdi. Nada? Diqqat qilinglar. Xoslanmagan amning afrodlarining hammani o'ziga elishni dalolat qilish sifatida dalolat qiladi. Lekin qanday dalolat qiladi? Qat'iy dalolat qilamdi zannimi? Bir nuqtaga diqqat qilinglar. Amdan am chiqadiganlikda hech kim ixtilofat yo'q. Am Meyli haslanishdan ilgari, haslanib bo'lgandan keyin olsin, am. Masalan, haslanib bo'lgandan keyin qilib qolgan doiraga masalan. Avmu amdan am chiqadi deydi, mavmu amdan am chiqadi deydi. Lekin masala qanday chiqadi degan masalada. Qat'iy chiqamdi, sandim. Ya'ni hal hiya ash dalolat, ash amning amliqi haslanishdan ilgari qat'iymi yoki zanni. Masala mishada. Xulosasi buningki فذهب فريق منهم وفيهم الشافعية ulamalardan bir bölükleri şularning içinde Şafiilar var. Şu göz qarashga badiki xaslanmagan am umumlikda zahirdir. Qalam bo'lsa zahirining ostiga zanni deb yozib qo'ygan. Zahir degani zanni degani. Qat'iylik yo'q. Ya'ni u afrodlarning hammasini o'ziga ilishga dalolati zannidir. Ya'ni amning amliqi haslanishdan ilgari olsin, keyin olsin, zanni bo'ladi. Nima? Qat'iy bo'ladi. Nima? Zanni elishtima. Zanni andan haslanib bo'lgandan keyin va idza khussisa haslanib bo'lgandan keyin ham haslangandan keyingi qilib qolgan doirasiga ifodalashdimi? Ham zanni. Haslanishdan ilgari mo zanni. Haslanib bo'lgandan keyin qilib qolgan doiradami nima zanni? Masalan, bir askarlarga buyruq qildik. Dushmanlarning hammani o'tirtinglardi. Dushmanlarning hammasi degan gap bir om labzi bu. Hozir biz so'zlagan Şafii va shular doirasidagi ulamalar deyotdiki, buning omliqi zohiri, ya'ni zanni degani dushmanlarning o'zidimi o'ldirmaydiganlar chiqib qilishi mumkin. Chiqib qolgan doirada hammasini o'ldirdi, masalan, jangda. Lekin ehtimol bor. Zohir degan gap, zanni degan gap
Yani bir bilik o'ltamaydiganlar chiqib qolishi mumkin deb ehtimolni qo'yib turib amal qiladi. Ondan keyin buyruqdan birisi kelib to'xtab turinglar. Ularning ichidagi sulh tuzgan yoki manda qilganlarini o'ltamaysilar deb buyruq yap qolsa, ashulni chiqarib qolganlari hukmning tahtiga kiradi, yana zanni isbatlan. Demak, ma'lumning nazarida amning umumliqi bo'lgan dalolati mayli taxsisdan ilgari olsun yoki taxsisdan keyingi qilganlarga olsun zanni. Demak, xulosalasak fahuva am dalalati zannidir qabla taxsis va ba'da. Taxsisdan ilgari va taxsisdan keyin. Ma'o doskida chiqayotgan birinchi fikr. Endi kitoblarni o'ringlar. Yani mabetki qaranglar. Ve zahaba fariqun minhum ve fihim el-Hanafiyye. Yani bir betki qaranglar. Ulamalarning ichidan bir bilikleri şu ko'z qarashga bordi. Bularning ichida Hanafiyalar bor. Yani xaslanmagan am umumliqni qat'i. Xaslanmagan vaqtda keskin ehtimol yo'q. Demak, o'zining afrodlarining hammani o'z ichiga elishga bo'lgan dalolati qat'idir. Taqsisdan ilgari. Ammo va iza xussisa xaslanib bo'lgandan keyin bu hasılıb bo'lgandan keyingi qilib qolgan bo'lgan dalolatida zohir bo'lib qoldigini zanni bo'ldi. Ano'g'ani mazhabda fa fi hadal mazhabda haslanmagan am afrodlarining hammani o'z ichiga olishga bo'lgan dalolatda qat'idir. Haslangandan keyin shu afrodlarning qilib qolganlarga bo'lgan dalolati zanni bo'ldi. Ano'g'anda xulosalasak Hanafi mazhabda taxsislikdan ilgari amning umumiy bo'lgan dalolati qat'i taxsis qilib bo'lgandan keyin, xoslashtirib bo'lgandan keyin zanniydi. Mana ikki fikr kalonli bo'lsin. Qolgan masalalar bizga nisbatan qiyin emas. Endi kelayli, agar Shafiiylar bo'yicha qarasak, qanday masalalar chiqadi? Hanafilar bo'yicha qarasak, qanday masalalar chiqadi desa, va yatarattabu ala hada. Endi ma darsning 5-ga qaytinglar. Shafiiylarning fikrini keyinga qaytinglar. Ma fikriga asosan, ya'ni Shafiiylarningki taxsis qabla taxsis va ba'da taxsis zanni degan gapiga nisbatan yatarattabu ala haza. Shu agish keladi-ki, bundan shu natija chiqadi-ki, am mutlaq shaklda zanni dalilini xaslashtiradi. Chunki bir qoida borda, biz darsda bashir degan. Har qanday bir am xaslanishda o'ziga teng darajalik narsalar bilan dalillar bilan xaslashadi. Ma'lum nazarida am mayli taxsisdan ilgari taxsisdan keyin zanni bo'lgandan keyin har holatda amni xaslaydigan dalil zanni bo'lsa bo'laveradi. Zanni dalildan xaslasak bo'laveradi deydi. Mayli birinchi taxsis olsun yoki ikkinchi taxsis olsun. Chunki zanni bilan taxsislanadi, xaslashadi. Anikin am bilan xas qat'ining o'tirida zidlik tepilmaydi. Zidlik tepilishning chunki zidlik tepilishning sharti dalilning o'tirida ikkilisi zanni, ikkilisi qat'iy. Chunki am degan zanni xas qat'iy dalil kelib qilib am bir narsani ifodaladi, umumiy o'zlik halol. Xas dalildan bir narsa kelib ma'nosi harom dedi, zidlik yo'q. Chunki zanni qat'iy, zidlik yo'q. Zidlik tepilishning sharti ikkilisi qat'iy, ikkilisi zanni o'xshash darajada bo'lishi kerak. O'xshash darajada emas bu yerda. Balki xasqa xas dalolat qilgan doirada amal qilinadi, ammo undan boshqa amal qilinadi. Munda yakun chiqadi. Endi bularninki bular bo'lgan ko'z qarashga bo'lgan dalili nima desa, shu umum lafzlar kelgan shar'iy narsalarni tekshirish bizga shuni ifodalab berdiki, har qanday amlan bo'ladi ekan, illa va xussisa degani xaslanibdi. Na qarab baqsak, amlarning hammasi xaslanibdi. Ondan keyin hammasi xaslangandan keyin chuqur amning xarakteri xaslanish ekan. Xaslangan narsa degan zanni bo'ladi. Qat o umumiy o'zlik ma'noning hammani o'ziga kelishi qat'iy bo'lmaydi, zanni bo'ladi deb ma'no dalil qiladi. Undan boshqa va ala annal am degan undan boshqa o'zining umumli bilan qilib qolgan amlar intayin ozgan. Ve onun umumlu olan qilib qilishi ham uning amri olgan qarinidan chiqdi. Andog'anda amning asliligi, amning aslisi xaslanishgan xarakteri. Xaslanish degan umumliqi davom qilib qilish ehtimoli, undalaqa keskinlik yo'q degan gap. Yana davomliq xaslanish ehtimoli bor degan gap. Xaslanish ehtimoli bor degan narsaning umumliqi bo'lgan ifodasi ehtimollik, ya'ni zanni bo'ladi deydi bular. Ya'ni demak, har qanday amdagi ahvol g'olib ko'pincha ehtimol o'zining umumliq bilan qilib qolmagan bo'lgandan keyin am xaslaydigan dalildan mutlaq gap qolgan vaqtida bu g'olib ehtimolga binoan
xaslashqa ehtimollik. Xaslashqa ehtimollik bo'lganligiga asosan uni xaslaydigan dalildan xoli bo'lgan am umumliqda zohirdir, qat'iylik yo'q. Yani qat'iylik yo'q degani bu xaslanish masalan deyli bir odam kunda atdiganda kelib ishqa soat 10 bilan ketadi. Kunda ishqa bir qitim sirtqa chiqib kiradi. Kunda chiqib, demak bu odamning sirtqa chiqib kirishi bir ehtimomdalik. Normal ishqa aylanib qolgan vaqtda bu odamni chiqib ketmay mush ishxonada bir kun keskin turadi digilolmaydi. Chunki bu chiqib ketadi davomli. Buni ma'ning miyada bir kun ishdan chiqib ketmay muqim turishi ehtimolli. Demak, to'g'ri nima bo'lsa, qarab baqsak, butun amlar hammasi xaslanadi ekan. Anda o'zining umumli qo'lga qolib qolgan ahvollar intayin nadir ekan, bo'lgandimi, ash umumligini ifodalaydigan bir dalil ketib qoladi. Bunda bo'lgandan keyin amning xarakteri xaslanish bo'lgandan keyin am o'zining umumli bilan qolib qoladigan am bak oz ekan, yana bu har qanday amninki xaslanish ehtimoli zo'r bo'lgandan keyin amning umumligi nim bo'lib qoldi, zanniy ehtimoli bo'lib qoldi. Keskin amni umumli bilan qolib qoladi. Digilolmaydi ekanda, mana yakunlandi. Bularning dalili istiqrodan chiqdi, ha. Andan keyin Hanafi ulamolarning fikrini bayatdan oldik. Endi Hanafi ulamolarning fikri bo'yicha nima natija chiqdi desa, va yatarattabu ala hada. Buning asosan töndigidek natija chiqdi. Ya'ni am birinchi qatimliq taxsislashda zanniy dalildan xaslanishi to'g'ri emas. Chunki Hanafi ulamolarning nazarida qabla taxsis qat'iy. Qat'iy bo'lgandan keyin buni xaslash uchun chuqur qat'iy dalil ketadi. Chunki zanni qat'iyni xaslayolmaydi. Bu bir. İkinci, üçüncü qatim zanni dalillar xaslansa bo'ladi. Chunki Hanafi ulamolar nazarida bir qatim xaslanib bo'lgandan keyin aqib qolgan am nimaga aylanadi? Zanniga. Chunki bir qatim xaslangan narsaga ikkinchi qatim xaslanish ehtimoli ham bor. Chunki birinchi qatimda xaslanib bo'lgandan zanniga aylanadi. Zannini xaslay oladi. Va ikkinchi natija xaslanmagan am bilan qat'iy xaslan o'tirida zilliq tepilaveradi. Chunki ikkinchisi qat'iy. Chunki ma'lum nazarida xaslanmagan am qat'iy. Yani bir xasım birisi geldi, mesela am hükümden birisi var, xaslanmaqlıq. Bu am hükümünün içinde manasını halal deb hüküm çıkıdı. Yani bir xas dalilden birisi gelip manasını haram deyip qalsa, zilliq qadab qaralır. Çünkü ama qat'i, ma'ma qat'i. Ondan keyin zilliq tepilgan o'rinda qanday muomala qilamiz, qanday tavfiqlaymiz, qanday jami qilamiz, o başqa masala. Demek ki oxiri chiqilgan natija ma'lum. Yani bularning pokli bo'la bo'lgan ko'z qarashga nisbatan labzi am haqiqatda onun aşı labzi to'g'ri keladigan, aşı labzining ma'nosi to'g'ri keladigan afrodlarning hammani o'zi deydi. Asli am degan ekanmiz, buning asli haqiqiy ma'nosi butun mazmunlarning hammasi o'zi kelish ma'nodil qiladi. Ya'ni labzi mutlaq qo'yilgan vaqtida haqiqiy ma'nosini dalolat qildi keskin. Anda bo'lganda xaslaydigan qarinadan mutlaq xoli bo'lgan am umumliqqa mutlaq dalolat qiladi. Uning haqiqiy ma'nosidan cho'qim dalildan qaytariladi, bo'lmasa qaytarilmaydi. Ma'noni aslilikni asos qiladi, aslilikni. Şunlaşqa deydi. Sahabe, tabiillar, mujtahid imamlar nəslərdə kelib qalğan am labzlərinin, yəni təxsisdən xali şəkildə nəslərdən kelib qalğan am labzlərinin umumluq olan hüküm dəlil keltirdi məsələn. Ular am labzlərini dəlilsiz xaslaşdırışını inkar qıldı. Am labzi dəlillə xaslaşqan vaxtında əmdə del mavu onun haqiqiy ma'nosini qaytqanligiga dalolat oldi. Haqiqiy ma'nosi umumdi va uningki majoziy ma'noda ishlatilganligiga dalil oldi. U o'zi xususdi. Shuning bilan avvalgi qatimliq taxsilishga qiyos qilinib, ikkinchi qatimliq taxsilishga ehtimol oldi. Demak, bir qatim xaslansa, ikkinchi qatim uni aylandi, zanniga aylandi. Chunki avvalgi taxsisning illati boshqa afrodlardan tepilishi mumkin. Xuddi birinchi qatimliq taxsis umumga bir yuchuq qechib bergandek. Boshqa yuchuqlarga qanaqandak hozirlab boshqa yuchuqlarni etishmi? Hozirlab bir qitim tasavvur. Masalan deyli, jang maydon asriga tushgan dushmanlarning hammani o'tirib desa bir omlabzi, hamma bilganga. Birisini ichidan chiqarib olgan ahvol ostida keskin hammasi o'ldirildi. Ammo buyruq kelib boshlabdi. Palani pokuni turliklarni chiqarib olinglardan o'tamanglar desa, andan kallaga keladi keyin qag'allardanmi yana chiqarib oldiganlar bormi? Demak, model dalil qilayotgan narsa shu. Am asli am qat'i. Bir qitim shunda xaslangandan keyin ikkinchi qitim yana xaslanish ehtimoli bor. Ehtimol bo'lgandan keyin lamzan ne bo'ladi? Shunga Hanafi ulamolari am qabla at-takhsis qat'i, ba'da at-takhsis zanni. Ana olganda mushu bo'yicha muomala qilsak bo'ldi.
xaslanmagan chaqda buni xaslash uchun birinchi qatim qat'iy dalil ketadi. Bir qatim xaslanib bo'lgandan keyin azanni dalil olsun biliyordu. Ma bo'yicha muomala qilsak, Hanafi mazhabida kelib qolgan ba'zi hukmlarni biz to'g'ri tushuna olmaymiz dalillarini. Endi Abdur ikki xil ko'z qarashga nisbatan qanday muomala qilyapti desa, Abdur deyotdi: "Vallazi yazharu li ba'da al-muqarana bayna adillatil fariqayn wa amthilatiha tihima va shawahidihima." Yani ikki firqaning dalillari, misollari, faktlarning o'ttirni surishtirgandan keyin menga oshkor bo'lgan. Abdurning kallasidagi xulosa, ya'ni bu ikki fikrining o'ttirida amal nuqtasidan javharlik ixtilof yo'q degani, gap nazariya nuqtasidan ikkisi o'xshamagan fikr bor, lekin amaliyotda oxirida boradigan natija o'xshash deyotdi. Qanday desa, chunki ikki mazhabning o'tirida shunday ixtilof yo'qki, amning amliqiga amal qilish vojib. Har ikkisi deydi. Mayli birisi zanniy qat'iy desin, o'xshash vojib deyverdi. Ya'ni uni xaslashga dalil paydo bo'lganga qadar. Va yana shunday ixtilof yo'qki, am bir dalildan xaslashga ehtimoli har doim amninki. Uni dalilsiz taxsislash g'ayri maqbul bo'lgan bir ta'vil. Demak, bu nuqtalarning hech qaysida bularda ixtilof yo'q. Undan keyin degichilar uni xaslashga dalil to'magan am, yani demak xaslanmagan amlig'i dalalati qat'iy degichilar qat'iy degan gapdan ikkinchi qat'iy xaslanmaydi demakchi emas. Faqatlam dalildan xaslanadi demakchi. Umumligiga dalalati zanni deganlar ham mutlaq cho'qim xaslanadi demakchi emas. Bu demakchiki dalildan xaslanadi demakchi. Demak, har ikkilisi qanday shaklda xaslasa dalildan xaslaydi, dalilsiz xaslamaydi. Men nuqtalardan asosiyatdan cho'ng farqi yo'q deydi. Lekin chiqadigan farq iboyat men bir narsa eslatib qo'ydim. Qat'iy deganlarningki am lafzlari cho'qim qat'iy dalildan xaslanadi. Ammo zanni deganlarning am lafzlari zanni dalildan xaslanadi. Shunga farq yo'qmi emas, farq bor. Lekin abtur degandek qandaqdir qat'iy degani xaslanmaydi deganlik emas. Zanni degani keskin xaslanadi deganlik emas, balki dalildan xaslanadi. Lekin eng negizlik farq nerdan chiqadi desa, ash xaslaydigan dalilning qat'iy zanniligida. Qat'iy deganlarga qat'iy dalil keladi, zanni deganlarga zanni dalil keladi masalan. Mana nuqtalarda tamam. Bu nuqta aydınlaşgan bo'lsa, endi keldik amning turi. Men bayatın darsining başida amning turini 3 ga bo'lib bergan. Mana nuqtalarga ba'zi jihatdan salalikqa kallani qirishtiradigan bo'lg'achqa oldin bir qitim eskartib o'tgan. Endi naslarga qarab baqsak, am lafzlar intayin jiq keladi, ko'p keladi, lekin hammasidan am iroda qilinavermaydi. Am iroda qilinavermaydi. Masalan, ba'zi amlab bilan kelgan bilan ma'no xos chiqadi. Ba'zi amlab zikrida am ma'no chiqadi. Ba'zi amlab zikrida am ma'no chiqadi. Kim boshqa dalil kelib qanday qilinib kirdi, xoslanib kirdi. Shu nuqtadan biz amni cho'ng jihat 3 ga bo'lib olamiz. Am yurad bihi qat'an al-umum degani am bo'lib, bundan keskin amliq ma'no. Am. Ya'ni am so'z ma'nosi am. Ikkinchisi am yurad bihi qat'an al-khusus dedi. Yani o'zi am hech qanday dalil yo'q. Lekin asl tayinlashtilar yoki shu jumlada kelishtilar bundan xasrada. Buni biz al-am al-murad bihi al-khusus deb qo'yamiz. Dalil yo'qmi ma'noga bir qarin bilan bo'lgan ish emas. La xuddalika balog'at babida kulni so'zlab juzni irada qilgandek, juzni so'zlab kulni irada qilgandek, o'zi am lekin xusus irada. Uchinchi xil am amdan amrada lekin dalil kelib xaslaydi. Ma'o amil maxsus deb qo'yamiz. Ikkinchisi bilan uchinchisining farqi. Am xusus iroda am maxsus deganning farqi nima desa, am yuradi bil xususda. Am yuradi bil xususda. O'zi am dalil kelib xaslamaydi, balki amdan xasradi. Söz am ma'nosi xas. Ammo amil maxsusda am bir dalil kelib uni xaslab ma'lum doirasini chiqaradi, qilib qolgan yerlarni am qilib qoladi. Ma ikkisining farqi bor. Abdur davatudu vaqt sabata bistiqra'in nusus naslarni tashurishdan shu isbotlandiki am 3 turlik bo'ladi. Birinchisi amun yuradu bihi qat'an al-umum. Ya'ni buningdan keskin umum iroda qilingan am. Bu qanday am desa, shunda amki buningga xaslanish ehtimolini yo'q chiqaradigan qarin hamro bo'lganligini xaslanish ehtimoli qat'iy yo'q. Masalan, Qur'oni Karimdagi va ma min dabbatin fil ard illa alallohi rizquha. Madinkin nakirning kelganligi, aniqki buni umumni ifoda etganligi, shu bu yerda har qanday bir jonliqning rizqi Allohning ustida bu yerda xaslanish ehtimoli keskin yo'q.
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ kullu vaqishida. Demek yuqorqi hikoyatning har birida umumiy ilohiy qonuniyatni muqarrarlashtirish yoki bu xoslanmaydi, o'zgarmaydi. Dunyodagi butun jonliqlarning rizqini Allohning berishi, har qanday jonliqning suvdan yaratilishi, suvdan masalan, bu umumiy bir keskin qat'iy bo'lgan bir qonuniyat. Ya'ni bu ikki oyatdagi am umumliq bo'lgan dalolati qat'iy bo'lib, buningdan xususning iroda qilinishi ehtimoli yo'q buningki. Bu birinchi am. İkincisi am keskin xususluq iroda qilingan am degani o'z lafzi am, lekin ma'nosi xos, xoslangan emas. Iroda qilinishdan xos juma. Ya'ni bu bir am bo'lib, buning umumliq bilan qilib qilishni inkor qiladigan va uningdan ba'zi afrodlarini bizga bayon qilib beradigan qarina hamroh qolgan degani am, lekin qishdilam ashtabiraliqi umumliq chiqmaydiganligiga ifoda bor. Kim dalil kelib xoslangan emas. Lafzi am, lekin ash lafzining qishidilar bu lafzning am ma'nosi chiqmaydi deganini ifoda qiladigan dalil. Ma nuqtadan bundan xos iroda, xoslangan emas, xos iroda qilingan. Xoslangan bilan iroda qilinganning farqi bor. Xoslansa chiqirib olingan, xoslangan tarafdan boshqasini am ketib qoladi. Ammo xos iroda qilinsa, amning hammasidan xos iroda. Masalan, birisi maqsal doq qilib sal mening achchig'imni keltirdi-da, men birisi kasdayman uningga. Nim bo'ldi degan tang ba'zimliga ajab doqildab qopcha deb qo'yman. Ba'zi adamlar deb qo'yman. Shu adamlar degan gapimdan bayatdan ma'naliqi qattiq tekkan haliqi birisini, haliqi amtaqon iroda qilmoqchiman. Ig'zimdan chiqayotgan adamlar, lekin iroda qilayotganim bir adam. Mana ma'o lafzi am ma'nosi xos. Ma'o ikkinchisi shu. Masalan Alloh taolaninki "Valillahi alan-nas hajjul bayt" liman istata'a ilayhi sabila. Bu yerdagi oyatdagi alan-nas degan nasdan aniqla ma'no hammadan emas. Chunki hammadan emas qilinmaydi, qilalaydiganlar qilalaydi. Ya'ni mushayatdagi an-nas lafzi am, lekin maqsad uningdan muradun bihi degan uningdan maqsad qilindigani mukallaflarningki, bandlarningki maxsus ma'lum kishilar. Chunki aql kichik bolalar saranglarni chiqarishni taqozo qiladi, tabiiyki bular hech qilinmaydi. Undan boshqa makana li ahli al-madinati va man hawlahu min al-a'rab ay yatakhallaf an rasulillah. Ahli Madinaning Rasulullahdan qilib qilish to'g'ri emas janglarni desa, ahli Madinaning hammasi chiqolmaydi. Tabiiyki jangga chiqalaydiganlar demakchi. Ya'ni ahli Madina a'rob ikkilisi omlabzi, lekin murod qodir bo'lalaydiganlarning xos kishilari. Chunki aql ojizlarning chiqishini hukm qilmaydi masalan. Mana ma'u on, lekin bundan maqsad xos. Buning iroda qilish ehtimoli yo'q. Tabiiy, aniqla iroda qilib bo'lmaydi bundan. Maaş ikincisi. Üçüncüsü amul mahsus. Yani amdan amrada, lekin delilden birisi kelip amni xas dedi, qilib qolgan taraf yana am. Yani bu qarina onunğa, yani xaslanish ehtimolini inkor qiladigan qarina hamroh bo'lmaganligini keskin xas edigan yoki keskin amlaydigan qarina yo'q buningda. Va yoki uning umumliga dalolat qilishni inkor qiladigan qarina yo'q degani keskin xas deydiganga dalil yo'q. Bunda bir am. Yani bunda tutqan delilden xali am. Masalan, umum siğilir kelgan kelib qolgan nurg'un naslamishning misoli, ya'ni labzi, aqli, urfi qarinlardan xali, mutlaqan degani xali. Qanday qarinlar desa, yo amliqni muayyanlashtiradigan yo xosliqni. Demak, keskin am deydigan qarinimi yo'q, keskin xos deydigan qarinimi yo'q, mutlaq, xali amlar. Bunda amlarga bir delilden birisi kelib, bunun ma'lum doirasini xoslasa, mush tarafi chiqarib etiladi, qolgan tarafi ambet qilib qoladi. Bunda amni xoslashtirilgan am, o'zi am, lekin ma'lum doirasi chiqarib etilgan deymiz. Yani ma'vo umumliqda zahir degani zanni bo'ladi. Zanni degani ehtimol va hattoki uni xoslig'iga dalil tug'anqidir. Masalan, val mutallaqat yatarabbasna. Taloq qilingan ayollar 3 hayz iddat tutudu desa, bütün talaq qilingan ayollar mushun tahtiga daxil. Hozir navbatda turga ayiradigan dalil yo'q buning. Hozirning mush oyatning o'zida. Shundan bizning kalimizda buni shu bütün talaq qilingan ayollar 3 hayz iddat tutudu degan ma'noni olamiz. Ehtimollar bilanki talaq qilinganlarning ichida ma'qilga o'xshamaydigan shaklda iddat tutganlar bormidi deb. Andan qarab boqamiz, saqladik oyat tushdi nimada? Eri vafot deyip ketib yoki ulatul ahmal ajaluhunna ayadana hamlahunna. Ondan keyin vallahi ya'isna minal mahid. Ma ikki turini bayon qilindi. Bular talaq qilindiqliq.
lekin homildor. Yani mayette bütün ayollarını ölçüge alıp değil, lekin ehtimallık var ki çıkarılış ehtimal, türler buluş ihtimali vardır. Rast, en bir ayet arkalık hamildarla talak kılınsa. Ulumu mutallakat asli. Şeyiz kürüş gerek. Lekin hamildar ayolgen heyiz kömeydiğen boğaçka ulanın iddeti başka yolla olan ornaktırıldığı ki hamilisini tuğsa. Anlakin, meyde heyiz kösün degen. Hani heyiz kömeydiğen bir ayollar var. Mesela kiçik, yakı çoğun. Eşi çoğun. Mandaq ayollar mı? Hem manasını çıkarılan diyor ki, bula 3 ay mesela. Şunu olan, meydeki amne delille olan hasılık. Mal amıl maksusuludur. İmam Şevkani deydi, am yuradu bihil husus bilen amıl maksusunun oturunu farklandırış hakkında deydi. Am yuradu bihil husus deginimiz. Sözlüge vaktinin özdi lan bunundan maksat has edemli maksat am emas ikenligi qayna hemre olup gelgendigini ağzımızın am çıkıp boğuca bundan hasırada. Yani am degan söz ağzımızın tuğulup boğuca hasırada kılındı. Ma'omanda am. Mesela umumi teklifat kitapları mesela umumi teklifat kitaplarında ya eyyuhellezine amenu aqimus salat dese salatlarının hemmesi bütün müminlerin hemmege farz kılındı. Lekin bunun için saranglar vardı. Bu da teklif kılınmıyor. Bayatın kadar kaç ayeti mesela. Bunun için kılamaydıganlar var. Tabii bu şu dilgen hamalla bunun hasıratı kılındı mesela. Murad bunda umumi teklifat kitaplarındaki amdun murad yani teklifatqa layık olan kişilerin hasır murad. Demiş ki akıl am mükellef emaslarni chiqarishni taqozo qilganlik uchun. Unda boshqa tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha desa, Robbining buyrug'i bilan hamma narsani vayron qiladi desa, butun narsa yo'qolib, hech nima qolmaydigan ish yo'q. Yo'qoladigan narsalar yo'qoladi, yo'qolmaydiganlar yo'qolmaydi masalan. Murad yani tadmirni vayron qilishni qabul qiladigan narsalar qaratildi masalan. Andikin amil maxsus degan ma'no olsa, amil maxsus degan nima desa, o Onundan bazı efratlara maksat ekanligiga dalolat qilgan qayni hamra olmaganligini, bundan keskin hasra deydigan dalilmi yo'q. Bunda bo'lib qolgandikin bu bir am. Lekin buning har doim yana bir dalil kelib qolsa haslanish ehtimoli bor. Ma uning umluq bu dalalda zohirligini ehtimollar. Hatto uning dalil tuğanı. Mush bayat men tushundiganlar tushunsa bo'ladi. Ya'ni am yuradu bil xusus deganimiz lafzi am ma'nosi xos. Amul maxsus degan lafzi am ma'nosi am. Lekin delil kelib uni xoslaydi, ma'lum doirasini ama am petaqab qilaveradi. Mana tushunsanlar bo'ladi. Xo'sh. Endi bayatınki derslerimizin başında xaslashga iboratlarni ishlatib ketdik. Amni xaslashgan qanday o'qim? Am iborat mencha sizlarga tushunildi deb o'ylaymiz. Bayatınki 6 xil shakldagi lafzlar bilan kelib qolgan cheksiz doirani o'ziga oladigan so'zlar am so'zlar bo'ladi. Tabiiyki bunda davomliq bizning so'zlarimizda, ifodalarimizda cheksiz doira davomli iroda qilinib bo'lmaydi. Ba'zi gaplarni deymiz, ichidan ba'zisini chiqarib olamiz. Masalan, bu bizning ijtimoiy paranglarimizda unda oddiy bo'lgan bilan, lekin Qur'on, hadisga o'xshash shar'iy narsalar kelib qolsa, bu bir hikmat bilan deyilgan bo'lg'achqa, har bir ibora, har bir harf buningda bir maqsad ni o'ziga olgan bo'lg'achqa, bu nuqtalar intayin muhim. Qur'oni Karimda am lafzi keldi, hadisda am lafzi keldi. Biz bu yerdan am tushunsak, bir xil ma'no chiqadi. Undan keyin shunga o'xshagan darajadagi yana bir dalillarni kelib turib, ma'lum doirasini chiqarib olamiz. Bunda ahvollar intayin ko'p. Endi mushu ishni chiqarib oladigan ishni biz taxsis deymiz. Mush taxsisning ahvoli qanday bo'ladi? Abdur buni ayrim bir tim bilan boshladi. Ya'ni taxsisul am. Abdur deydi, taxsisul am fi istilah al-usuliyyin. Yani taxsisul am fi istilah al-usuliyyin huwa tabyin anna murad ash-shari' min al-am ابتداء بعض أفراده لا جميعها أو هو تبيين أن الحكم المتعلق بالعام هو من ابتداء تشريعه حكم لبعض أفراده. Ama bunu düşündürüşün ilgili biz bunda bir misallar bilen düşündürüş doğru geliyor. Ben bir yani mesulü işlerini uğurlaştırma. Manda qilishlar deb umumyuzlik bir ishlarni umumlashtirib o'tdi.
Günde saat 8'de hemmenla ışık gelisizler. Düştüğün kin saat 4'te işten düşsizler. Degenden kin mening ağzımdan çıkan hemmenla saat 8'de ışık gelisizler degen geptin qandaq turib men şirket işleydigan bütün adamlarni saat 8'dekinin degan maqsadim yo'q. Ko'nglimda bunun içinden ma'lum chiqarib oldiganlar var. Çünkü saat 8'ga kelib bo'lmaydiganlar var. Undan burun kelish tegishliklar var. Ama bu umumiy qoida bu. Manda şekil ifodlayman. Ifodalab bo'lib, andan keyin bunun içinden chiqarib oldiganlarni chiqarib olaman. Masalan, şirketde do'konni tozalik qildiganlar, do'konni oldi bilan ochdiganlar, ma'lum ishning mas'ullari bular soat 1 soat ilgari kelish kerak. Bularga ayrim amisa siz burun soat manchada chiqib kelasiz. Yoki shirkatning shoförlari bor. Bular burun kelmasa olmaydi. Siz soat 6:00da mashinani haydab mashaqat qildiganlarni akilasiz. Demak, dastlab urunlashtirilgan hammanglar soat 8dan başlap iş tushib 4'te ishdan tushsizlar degan gap umumiy bir qoida. Ama bu shuni degan vaqtimning o'zidami bu mushu buyruq, mushu qoida, mushu tuzumdan sirt odamlar borki, burun qildiganlar bor, keyin qaytadiganlar bor. Ama bunda yo'l qo'yishda umumyuzlik yo'l qo'yilib, undan keyin chiqib oladigan bir bunda normal mantiqiy shu o'g'achqa avval umumyuzlik am shaklda bir davolama. Develop andan keyin chiqarib olindiganlarni ayrim gap so'zlar bilan, ayrim buyruqlar bilan amisa Samutaxon sizlar misol 7da chiqib shundami? Amutaxon sizlar kechda ma ishdan tushib bo'lganda hammani obdan qarab, ishiklarini taqab soat 5dan ish tushishlar. Demak, ma ikki buyruq abayatning umum buyruqning ichidan ma'lum odamlarni chiqarib oldi. Manın özü amna qanaqalashiladi, xaslashiladi. Avval am buyruq keldi. Ama kallamda bir nokta olsun. Aşı am buyruqni davatqa vaqtimdami mening kallamda hammani anda umumyuzlik ifodalashamiz. Ama mantiqiy ifodalash usuli shu endi. Avval am ifodalayma, an kallamning ichidagi heliqi chiqarmoqchi bo'lgan ishlarni ayrim dalillar bilan chiqarib olaman. Masala shu. Hamma bilasizlar, ayollik turmuşda talaq qilinadigan ahvollar bo'ladi. Talaq qilinadigan ahvolning hammasining ahvoli o'xshamas. Ba'zi hamildor bo'ladi, ba'zi hamildor emas. Ba'zi normal hayz ko'rayotgan ayollar bo'ladi, ba'zi hayz ko'maydigan ayollar bo'ladi. Hech kishiga cho'ng'onlik uchun. Avval Alloh Qur'onda umumyuzlik mutallaqalarning ko'p sonliqa bu ashtog'achqa uning hukmini bir deyapti. Mutallaqatlar 3 hayz. Salasata quru iddet tutuldu. Bepulup bularga o'xshamaydigan bir ish ko'rish turi bor. Buni ayrim dalillar bilan ulatul ahmal bunda bo'ladi. Vallahi isa min al-mahiz bunda bo'ladi. Man chiqarib oldi masalan ahvoli. Demak, mana ma'vo amna qanaqa qilish xaslash. Mushloqda tushunilsa, bas masala aydınlaşadigan gap. Ammo mandaq bir masala bor. Bayatdan men tushundirgan ko'rinish mandaq bo'lib qolsa. Ben bayan bakayım dedim ya, umumiy qoida yo'l qo'yildi. Ama yo'l qo'yilgan vaqtning o'zida mening yo'l qo'ygan mening kallamda hammasi buna yo'l qo'yish emas. Avval divitib ishini chiqarib olmoqchi. Ma'amni xaslashdi. Endi bunda qo'yib qolsa shu ko'rinish hammasiga bir xil qoida yo'l qo'ymoqchi. Hammangni mash taqlisil dedim. Men sinftikilar, ay soat 8 kilislar menga keskin. Madrasga hammasiga kallamda degan vaqtimda zaten hammasini soat 8 kirishni o'yildim. Ma'bur amma bir kun kelib paqdi. 2 kun kelib paqdi. Qarasa bu bir 2-3 bala yoki 2-3 o'quvchi yarım soat burun kelib sinfni ochmasa, sinfni tozlik qilmasa yoki o'rinlashtirish qilmasa, hammadan soat 8 ga kelsa qalaymi qolib ketdi ekan. To'xtab tura, deb lekin necha kundan keyin Mehmet Samet sen 2 saat yetireyim gel. Sınıfını ecep tayar qıptı. Falan sen mundaq qıl deb aldığın gün yol qoygan am hükümden bir 2 tarafni buzup ettim. Bir noktaga diqqat qilinglar. Aldığın günü am hükümünü qoygan vaqtimda kallamda am hükümünü am peti icra qilish var. 2-3 kundan keyin ahvolga qarab baqib bir ish ko'lani chiqarib atdim. Ma bir ahvol.
İyi bayatın çöndürgen. Am hükümünü koydum, lekin kallamның tigidilan amdan bir işkilesini çıkarış niyetim ba. Andan keyin ma amni hükümünü yol koyup boğandan keyin çıkarıp aldım. Aval qısı, kallamdı ba çıkarıp alğanım amni xaslaşılıdı. Keyinkisi, maqsadım amның hemmini yolga qo'yish. Neçə gün ötgəndən keyin qarab baxsam, heç əpləşmədi bəzi işlər, yoki bəzi işlər mənfəəti mədaraq olsun bulduğandək bir ikisini çıxırıb aldım. Mao nəsxi cüz'i oldu. İkisinin fərqi şu. Amni xaslaş, mao nəsxi cüz'i. Bu nöqtəyə diqqət qılыңlar. Ana öz kitab qaranglar. Avtor davadıda usullahın islahidəki amni xaslaş deganimiz amdin şari'nin məqsədi əfradlardan bəzi dəsləbdilər həmməsi emas. Dəsləbdə bayan dedim ama misalda amni hüküm yol koygan vaxtlam kallamda bəsin çıxırılış. Ya ki, amı münasibətli hüküm yol koygan dəstəbki vaxtında atıplan bəzi əfradlarının hükmü. Məsələn, la qat'a fi aqall min rub' dinar desə, ma hadis? Es-sariq ve es-sariqatu faqtahu aydiyahuma degan hadisdir ki, amni xaslaydı. Allah mush as-sariq ve es-sariqatu faqtahu aydiyahuma degan vaqtda qo'lni kesib o'tinglar desa, qo'lni butunlay kesib o'tishni am shaklda buni iroda qilmoqchi emas. Maqsad shu, faqat Rasululloh ani qanaq berdi yoki butun har yengni chaqliq o'g'irlik qilgan narsaning hammani qo'lni kesish emas maqsad. Ma'lum doirasi buni ma hadisga xaslab berdi. Ya'ni ma hadis yoki ma shuni bayon qiladi-ki, yoki shuni bayon qilishga qat'ining kesishning hukmi ma shuri'a likulli sariq va sariqa. Yani her o'g'ri yak ayolning hammaga keskin yo'l qo'yolmadi. Hammani keskin olmaydi. Balki kesdigan o'lcham bor. O'lcham bo'lsa-mu, rub' dinardan az bo'lishi kerak, az olmasligi kerak deb ma'nolarga. Asli maqsadni bayon qilish. Mana ma'u amni xaslashiladi. Endi bir boshqa laysa lil qatil miras, qatilning mirosi yo'q desa, bumu miras oyatlaridagi mirosxo'rning umumisini xaslash. Avval miras oyatlarida tuqqanlarning hammani tafsil shaklda bayon qilib, hammasiga miros beramiz, am shaklda. Ammo yerda maqsad bilmaydiganlar bor. Bilmaydiganlarni ma'u xaslayapti. Chunki ma hadis miras hukmi har qanday tuqqanning hammaga yo'l qo'yiladi degan emas. Ma'shur ya'ni yo'l qo'yilmadi degan ifodalaydi. Demak, aslida muddaoda amni degan vaqtimizda o'tirib qo'ygan vaqtimizda shuning uchun ma'lum bir biliklarni chiqarilish maqsadi bor. Andan keyin taxsislar bilan chiqaramiz. Ma'u am bo'ladi. Ammo hukm dastlabda butun afrodga munosabatli boshlandi. Asli hammaga tushdi. Andan keyin manfaat hukmni ba'zi afrodlarga xos qilishni taqozo qilib, yo'q, ma'u bo'lmaydi ekan dedi. Ve delil muşu xas qilishga tudi bo'lsa, ma'u usuliga sahih taxsis emas. Faqat bu nasx juz'i. Chunki u amning hukmini ba'zi afrodlarga nisbatan amning hukmiga ba'zi afrodlarga nisbatan amning hukmiga amal qilishni baqo qilib asli hammaga tushgan. Ba'zi baqo qildi. Ma'u nasx juz'i bo'ladi. Nasx juz'i bilan naytalik taxsisul amni o'tirdi. Inchga farq bor. Masalan, vallazina yarmuna azwajahum ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ديgan ayet bu والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة degan ayetdeki amni juz'i nasx qilish. Qana desang avval ma ayet tushunlik. Yani pak ayollarga tödguvaç keltirmay ayıplaganlar, töhmet chaplaganlarga 80 to'qmoq. Hammalar bilisizlar, sahabalarning içinden birisi Resulullah'ın qashiga o'zining ayolini ayblab keldi. Ya Rasulullah, keyinda bor bu. Bunda kishi o'zining ayolining boshqalardan zina qilganda ko'z qanday uradi? Dedi masalan. Xuddi raqamining ashtaoli demakchida. Hukm nima desa, to'tguachisi yo'q. Boshqalarni ayplash 80 to'qmoqqa sabab bo'ladi. Başka hüküm yok bu vakitte. Resulullah dedi ki, ya paket keltirirse, ya tohmak yiyse. Bu bir açık iş. Ma xaqlab qalsa ketibegil oldu hem de. Onda xaqning yalğız eski çıqatqanda kösümü guaç yok hem etrafında. Deylisi guaç olmağandan keyin açık ketidi emas bo'la avradi. Çünkü xaq o. Ama özünün ayoli. Xaq emas o. Bu guaç keltirse guaç olmasa, öyge kirse eski çıqatqanda ködi. Jim turay desa bu xotin bilan xaqning zina qilganini ko'rib, yana u ayollar bir o'y tutqolmaydi. Bu bir xil farqlanadigan ishda bu. So'ngan Rasululloh jim turdi masalada oxirigacha.
yuqorida gapni takrorlab ya paket keltirsa yoki Hilal ibn Umayya deymiz bu sahobaning ismini. Yoki bo'lmasa haddun ala fi zahrak degan iboralar bilan Rasululloh shu gapni dedi. Chunki hukm shudi. Ondan keyin ma sahaba Allohumma iftah degan bir duolar bilan duo qilib ketgan bo'ldi. Keyin Alloh ma oyatni tushirdi. Oyatni o'qigan o'zining ayoli haqida emas. Undaganda dastlabda oyat umumiy qo'yilgan bir hukm. Keyin ma'qul ahvolga qarab, mana o'zining ayoli bo'lib qolgan ahvolni istisnoiy shaklda ikkinchi qavatda mana bu nasxi juz'iy bo'ladi. Tafsiloti menda. Chunki ma ikkinchi oyat o'zining umumligi bilan har qanday tuhmat chaploqchining namini o'z ichiga oladi. Men ayolini ayblasin yoki boshqalarni ayblasin. Hukm desabda umumiy shaklda yo'l qo'yildi. Andikin dalil o'simi kenkilanet oyatda jildini faqat o'zining ayolining g'ayrini ayblagan ayblig'ichiga lam xas qildi ikkinchi oyat. Ma'nonga Rasululloh ibn Mas'udning tuyanlik zalolat qildi. Biz masjidda juma kuni juma kechda o'tirg'aydik. Bir ansariy birisi kirdi dedi ya Rasululloh. Qana qaraylar. Bir odam o'zining ayolidan bir odamni tepibdi. Agar uni o'tdasa sizlar uni o'ltiramizlar. Degani uni o'ltirsa shu vaqtda bu qisosan o'ltiriladi. Agar zina qildi deb so'zlasa, zina qilganning haddi tufaylidan to'qmoqlaysizlar, shundaymi? Bu chidamda undami qilmay jim tursa, bu ochiq bilan bu o'zining ayolining haqini askishlik qilganini ko'rib chidab tug'ilolmaydi dedim. Degandan keyin Allohumma aftah dedi. Bu boshqa mazmunlar batda bu o'zining mayda tilg'alinmabdi. Men bayatni degandek Rasululloh al-bayna aw haddun fi zahrak degandek iboratlar va lanet oyati surada tushdi va lan yarmun azvajahum deb. Demak, ikkinchi oyat birinchi oyatga ma'lum bir taraflarni, o'zining ayoliga munosib taraflarini amaldan qoldiryapti. Buni ma'nimiz nasxi juz'iy deymiz. Ammo mushaydan chiqadiki, usulillarning slaydidagi taxsis degan umumiy tashriqqa ham teng kelgan dalillar bo'lishi kerak. Chunki ma ham tenglik bilan shu oydinlashadiki, ondan dastlablar maqsad ba'zi afrodi. Ammo kino qolsa degani ham teng olmay am yo'l qo'yilib ma'lum mazgil ijro qilinib, ma'lum mazgildan keyin andigan dalil kelib xaslagan bo'lsa, bu nasxi juz'iy bo'ladi. Am keldi, keynidilam dalil keldi, dastlab ijro qilingan vaqtlar ikkisi amning ma'lum doirasi ijro qilindi, ma'lum doirasi xaslandi bo'lsa, bu amni taxsislashiladi. Am avval ampati bir qitim yo'l qo'yildi, hammadan ampati amal qildi. Ma'lum vaqtdan keyin dalil kelib, u amning ma'lum doirasini xaslab chiqarayotgan bo'lsa, u vaqtida bu ma'lum doirasini ibdol qilgan bo'ladi, ma'u nasxi juz'iy bo'ladi. Mana tushunsak bo'ladi, xolos. Amni xaslaydigan dalillar kelsak, taxsis dalillari ba'zida amning labzdan labz jihatda g'ayri mustaqil bo'ladi. Ya'ni uni ulashgan bo'ladi yoki bir juz'iy sifatida, ba'zida amning nasdan mustaqil ayrim bo'lgan ayrim dalil bo'ladi. Masalan, ko'raylik, yani g'ayri mustaqil bo'lgan muttasil dalillarning birisi istisno, shart, vasf, g'oya degandek bo'ladi. Bu oddiy. Masalan, istisnoning misoli Mudoyana oyatidagi Alloh taoloninki nisi qarzni yozishga bo'lib bo'lgandan keyin illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna. Avval oyat am shaklda va idza tadayantum bidaynin faktubuhu ila ajalin musamma. Faktubuhu deb buyruq bo'lib illa an takuna tijaratan hadiratan. Mana degandan keyin amning ichidan ma'no chiqarib oldi. Ma'laqqa bir oyatning o'zidagilar iboratlar. Bir oyatning o'zidagi ma istisnoning misoli, shartning misoli va idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Safar qilsam qasr qilinglar deb bo'lib keyin lam in khiftum ay. Ma'valaqa shart keyin lam amning keyin lam kelgan taxsislash dalili. Sifatning misoli min nisaikum ayollaringlardan bo'lgan qizlaringlar nima harom deb bo'lib buni shaqqida xaslabligida qanday ayollaringlar desa daxaltum bihina. Daxal qilmagan bo'lsanglar halol. Ma'u keyin lam sifat kiplam xaslida amni. Va aydiyakum qulonlarni yuyinglar. Mishay ketay deb turgan vaqtda ilal marafiq deb keyin g'oya bilan men to'qsib qo'ydi. Bu amni xaslashiladi. Ma'vamisi mustaqil bo'lmagan muttasil dalillar. Endi mustaqil munfasil xaslash dalillarining ro'shanroqning qatoridan birisi aql. Ba'zilar aql bilan xaslanadi, ba'zi urf, ba'zi ayrim nas, yani ba'zi hikmat tutash, yani maqosid shariat deb qo'yamiz. Masalan, aql bilan xaslaganning misoli biz bayatdan kishilarni an-nasni xaslashdi bayon qilgan mazmun. Masalan, valillahi ala nas hajjul bayt. Aql o'ylab baqsak,
bu hech degan hammadan qilinmaydi. Shuni qilalaydi Allohga faraz, masalan, kichik Allohga faraz emas, ojizlarga, oqsak to'qilamasin endi Mavloga. Ya'ni bularni kimga xos qilamiz desa, shu salohiyatni yo'q qilganlarni boshqaga xos qilib, mushlarga faraz deymiz, masalan, kichik Alloh saranglar masalan. Andan amne har kitobda, har taklifi kitobda taklif qil loyiqa odamlarga xoslash, bumush aqllan xoslash. Ahli Madinani va ularning atrofidagi arabiylarni Rasululloh bilan jihad qilishga qodir bo'lganlarga xos qilish, hammasi aqlning dalilimining dalili aql. Chunki aql shuni hukm qiladiki, xitob loyiqa odamga qaratiladi va taklif shularda shu mukallafun bihning salohiyati hozirlangan odamlarga xos qilinadi. Shariat ma aql taqozo qilgan ma'qul xoslashni qo'llaydi. Yerlik qonunlarning prinsiplari mushu bo'yicha bo'ladi. Normal aqliy masalalar. Bu aqldan xoslanganning misollari. Ör bilan xoslanganning misollari, masalan, validatni xos qilganga o'xshash. Masalan, val validat yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn desa, menda ayollar qanday ayollar desa, halaqa jamiyatda halaqa imitmaydigan bir turlik ayollar bor. Masalan, imitmaydi. Ayrim, masalan, mushadimi hamda halaqa Abdurning ko'z qarashi qanday o'qimadim? Mediki validatni imitidu degan ayollarni kimga xos, kimdan chiqarib olamiz desa, ya'ni odatda laysa min adati misliha degan gap shu ayolning o'qishining odatidan bolasini imitishga majburlanmaydigan bunda yuqori martabadagi ayollarni boshqa ayollarga xos qilamiz debdi. Masalan, ba'zilar o'zi imitmay boshqalarni yollab imitisi bo'ladi degandek bir xil hukm chiqadi. Demak, har holda shu jamiyatda imitmaydiganlar, masalan, imitmay ko'nganlar ayolga tahta kirmaydi demak javob turamdi. Xuddi Imom Malik rahimahulloh buning bag'andek. Ondan keyin payg'ambar alayhisalom tamoqni o'z jinsiga mutafodilan setishdan to'sqan tamoqni qaysi tamoq xos qilamiz desa, mutaarif bo'lgan tamoqqa. Ya'ni taom degan lafzni shu shariat yo'l qo'yilgan vaqtda shunga ishiltish mutaarif bo'lgan, ko'ngan shu vaqtga tamoq degan hukm bo'lgan narsalarga ishiltimiz. Undan boshqa tudamiru kulli shay deganni, kulli shayni shu vayron qilishni xohlaydi, qabul qiladigan, vayron bo'ladigan narsalarga xos qilamiz. Hammasi urfining nimasi ta'siri. Ba'zi usullar oxirgi misaldagi taqsislash dalilini his deb xato qiladi, ba'zi aql deb, amma mayli his olsun, mayli aql olsun yoki urf bo'lsin, masalan, oxirgi tudamiru kulli shay deganni ba'zilar aql, ba'zilar his, ba'zilar urf deb bo'z bo'laveradi herhalde, natija o'xshash. Yerli qonunlar mush prinsip qolsa, yerli qonunlarning usullari mushunga asosan bo'ladi. Ko'pincha vaqtida urf qonun moddalaridagi ba'zi am lafzlarni xoslaydi. Ko'pincha vaqtida urf tijoriy siq o'qutdi kelgan umumiy narsalarni ba'zini xoslaydi. Bu normal ahvol, bu tushunishlik ahvollar. Mavla ör bilan xoslanganning misollari, qiyin bo'lg'achqa tezroq deb ketyapman. Naslan xoslaganning misollari biz bayatdan nurg'un urlarda ishorat qildik. Masalan, famalakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha desa, bayatdan Allah subhanahu va taolo val mutallaqat yatarabbasna bi anfusina thalathata quru degan. Taloq qilingan ayol 3 hayz ko'rdi dedi. Lekin o'zining keyingilar famalakum alayhinna min iddatin ta'taddu. Masalan, to'y qilib nikoh qildi, boshqa ishlar yuz bermay turib nikoh taloq qildi. Ma'ayollar mutallaqat asli. Bu mu'amalaga kirish kerak, lekin qanaqa qilindi? Xoslandi bular idda tutmaydi masalan. Xolos, yuqoridagilarning hammasi shularning misollari. Endi keldik Abdurdavatudi shu nima bilan xoslash masalasi haqida, masalan, Qur'on bilan xos ibodat bir gap chiqdi-ku. Har qanday bir am o'zining darajasidagi dalillar bilan xoslanadi. Qat'iy bo'lsa qat'iy bilan, zanniy bo'lsa zanniy bilan degandek bir gap bor edi. Shuningga asosan Qur'ondagi amlar hadislardagi dalillar bilan xoslanib bo'lmamdi degandek bir hukm chiqdi. Abdurdavatudi meyada usulillarning istilohi o'tirida shuningdek ixtilof yo'qki, Qur'onning amlarini Qur'on bilan yoki hadis sunnati mutawatir bilan xoslash yajuz. Sabab ikkilisi qat'iy, darajasi o'xshash. Chunki Qur'onning va sunnati mutawatirning nasrining hammasi qat'iyat, subut, bo'lgandan ba'zi-ba'zini xoslay oladi. Ammo Qur'onni hadisi g'ayri mutawatir, hadisi ahadlar bilan xoslash masalasiga kelsak, jumhurlarning, usulillarning ko'pchilik usulillar bunu durust degan ko'z qarashga bordi. Buning amaliy yuz berganligi shu tarixda, shu islom ilmiy tarixida shuni hujjat qildi va uning amal qilish ittifoq kelishga qana qildi bular shuni bordi. Masalan, "Wattahur ma'uhu al-hil maytatuhu" degan hadis va "Hurmat alaykumul maytat" degan hadisni qana qilgan xoslagan. Maytat harom deb bo'lgandan keyin ma hadisning o'zida, ma oyatda maytat harom degandan keyin hadisda dengizning maytati halol masalan.
Leysa lil qatil miras degan hadis Mavaris ayetidagi mirasxo'rning umumisini xas qilgan masalan. Rajma hadisi az-zaniyat va az-zanining umumisini xas qilgan masalan. La aqalla fi aqall min rubi dinar degani as-sarq va sarqatning umumligini xas qilgan. Yahrum min ar-rida ma yahrum min an-nasab degandan harom bo'ladi degandan va uhilla lakum ma wara'a zalikum deganning umumligini xas qilgan masalan. Demak, mushlarning hammasi amaliy Qur'onni hadislar bilan, ahad hadislar bilan xas qilgan deb turib, men ko'z qarashga badi. Endi hadislarning ba'zisining mutawatirligini yoki mashhurligini da'vo, uning dalil tutmaydigini ma jumhurlarning ko'z qarashida dedik-ku, ikki xil ko'z qarash bor. Jumhurlar Qur'onni hadisning g'ayri mutawatirlarni xaslasi bo'ladi. Yeni bir firqa bo'lmaydi deganlar hadislarni aytsa, ma'lumning hammasi mutawatir deydi degandan keyin jumhurlar oxirisida mana mutawatir deyish dalil yo'q. Mutawatir emas bular. Lekin xaslida demak yajuz demakchi. Mushu ko'z qarash to'g'ri ko'z qarash. Endi Qur'oni Karimning amlarini sunnat g'ayri mutawatir bilan xaslashni cheklaydigan kishilar-chi desa, bir qancha payg'ambar alayhisolamning hadisga doir, hadisga oid xaslashlar bilan bular so'qilib turadi, to'qidish turadiganini bular bo'lmaydi deydi, amaliyotda bo'g'ayalyapti. Bularning bu hadislarni inkor qilish yo'li yo'q, ta'vil qilish yo'li yo'q, yoki uning mutawatirligini isbotlashga yo'l yo'qki, u qutlanmaydi undan. Qutlanmaydi. Tabiiy. Şuna to'g'risi Qur'oni Karimni hadislar qanday qilishga bo'ladi? Xabar mutawatir bo'lmagan hadislar bilanmi, mutawatir bo'lmagan hadislar bilanmi xaslashga bo'ladi. Tamam. Undan keyin bugungi darsimiz mazmundagi dars o'qishqa shuni munosabatli bir gap bor, bir qoida bor, shuni deb o'tib ketaylik. Ya'ni u o'simi al-ibra bi umumil lafz la bi xususis sabab. Endi bunda bir gap savoqlashlar. Mayli Qur'onda olsun yoki hadisda olsun, nurg'un amlabzlar bor. Amlabzlar var mesela. Bu amlabzlar ma'lum bir mesela Qur'oni Karimning tushunishida ma'lum bir voqelik yoki ma'lum bir taraflarga qaratilgan bir hukmlar bor. Masalan, deyli: "Va la tulqu bi aydikum ila tahluka." Sizlar o'zlaringlarni halokatga tashlamanglar. Oyat o'zining qaratilmasida jihadga qaratilgan oyat. Ya'ni jihadni tashlab özrünglarni mudofaa qilishni tashlab, özrünglarni qo'g'dashlarni tashlab, o'zingni vayron qilib atmanglar. Agar bu jihatda sizlar sal qarasanglar, jihadni tashlasanglar, dushman bostirib kelsa qarab tursanglar, tabiiy hamma tug'ish bitishlar degan gap. Oyat shu sabab nuqtasidan jihadga qaratildi. Ammo oyatda amlab ishlatilgan ila tahluka, halokatga tashlamang degani o'zingni aloqa qilmang degan gap. Umumiy gap bu-chu. Buni jihaddan boshqa tamaki chekib o'zingni o'ltirmanglar. Xroyil chekib o'zingni o'ltirmanglar. Birisi bilan qirg'in qilishib o'zingni o'ltirmanglar. O'zingni masalan la taqtulu anfusakum. O'zingni aloqa qilmanglar. Yo'lda mashinani sur'atdan oshirib haydab o'zingni aloqa qilmanglar. Bo'lmag'ul ishlar bilan shug'ullanib o'zingni aloqa qilmanglar. O'zingni aloqa qilmanglar. O deb butun inson o'zini halokatga boradigan ishlarni qilgan hammani o'z ichiga oladi. Yani ikki ish bor. Birisi oyatning tushunish sababi qaratilma nuqtasini jihatga qaratilgan. Yana birisi oyatning lafzi am hammani o'z ichiga oladi. Qana qilamiz desa, yani cho'ng qoidaning birisi borki, al-ibra bizning xato qiladiganimiz lafzining amligi, sababning xosligi emas. Oyatni tushunishda biz jihat qilam qaratib olmaymiz, balki am tahlukaning tahtiga kiradigan butun ishlar shu oyatning tahtiga kiradi demakchi. Bu cho'ng qoida. Abturda aytadi, shar'iy nas am siyg'asidan kelsa, uning umumligiga amal qilish vojib. Ya'ni shu siyg'asida dalolat qilgan umumligiga. Qandaqdir hukm shuning bilan kelgan, halqa sababning xosligini e'tibor qilish yo'qki, ma'lum bir doiraga xos bo'lib qolgan bo'lsa, biz unga amal qilmaymiz. Ya'ni unga ham turib olmaymiz demakchi. Mayli o sabab savol olsun yoki yuz bergan bir voqelik olsun. Chunki kishilarga vojibi shuni agishish. Shari'ning naskabga u o'simi dal shari'ning nasi etgan narsa shu. Masalan, shari'ning nas umum siyg'asidan keldi, umumli amal qilish vojib. Qandaqdir shu nas shuni bilan kelgan savol yoki voqelikning xosligi bu yerda xato qilinmaydi. Chunki shari'ningki o'zining javobining nasida yoki fatvoning javobida xoslikdan amliq siyg'asidan ifoda keltirishga o'tganligi
aşı xaslıqni etibarı almağanlığı dalil. Bu qanday gap bo'lsa, bana çatıp qo'ysam bo'ladi. Mende bir o'quvchi oldu. Ustoz, ayta doktorxonaga bordim. Ayta bir kun ruxsat beramla degan bo'lsa. Men bunga javoban ha, berib keling doktorxonaga. Yoki siz bormaysiz, darsdan qolib qolish qolmaydi. Mana javob bersam, javobim xos, savolmi xos bo'ladi. Shuni men taqimga xos. Agar o'quvchi ustoz ayta bir azroq ishim borda, doktorxonaga yerga boradigan, men ayta darsdan qolib qolsam bo'lamdi desa, men kimki hafta oralig'ida juma kundagi demelishdan boshqa vaqtda darsdan qolib qolsa, jarimani qo'yiladi degan bo'lsam, avu savolni o'ziga xos qilib so'radi. Lekin men javobni kimki deb am shaklda bergan bo'lsam, mening bergan javobim anınğa xas emas. Balki shuni o'ziga xos asosda hammadan o'ziga oladi. Dal mayadagi gapmi shu. Ma'lum voqelikka yoki savolga asosan oyat tushidi. Oyat tushidi. Demak, bu shuni bilan xos emas. Oyat amla bilan tushgan bo'lsa, hammani. Biz voqelikni, savolni, sababi nuzulni tutolmaymiz. Uni faqat tushunishga ishlatamiz. Oyat amla bilan kelgan bo'lsa, madam oyatni amla bilan tushunamiz. Al-ibra bi umumil lafzligini shu boshqa narsa emas. Mesela rivoyat qilindi bir kishilar dediki, "Ya Rasululloh, biz dengizga chiqamiz. Bizdagi suvlarni tartab qolsak, usab qilishdan qo'rqamiz. Dengiz suvdan tartamiz" debdi. Tayat angladimi Rasululloh? Tayat angladigan bo'lsa gap tugaydi. Shuni xasob qoldi. Nima dedi desa, "Va tahur ma'u shifakiz." Mayda halol. Gap asvoldan eshib ketdi. Endi o'g'anda mazmun shu eshqan bo'yicha amal qilinadi. U suv xos emas. Masalan, buni ma amsiga va tahur ma'u umumli qo'lan shuni ifodalaydi-ki, dengizning suvi zarurat ixtiyorlarining hammasida to'liq pokiz, mutahhira, kullu tathirgini to'liq pokiz. Ya'ni tartaqilib demakchi. Qanaqdir shu vaqtda dengizga safar qilmoqchi bo'lgan odamning ham xos emas bu ahvol. Yoki usab qilish ham xos emas. Undan amal qilish umumlik bilan amal qilish vojib. Qanaqdir savolninki tahorat elish to'g'riliq xos shaklda kelganligini xato qilmaymiz. Yoki so'g'uvchilar zarurat, usab qilishdan qo'rqgan zarurat holatlardan so'g'anlik, ma'noqni xato qilmaymiz. Har qanday holatda dengiz suvi pokiz. Masalan, misol, ikkinchisi rivoyat qilindi. Sa'd ibn Rabi'ning ayoli ya Rasululloh, mashkisi Sa'dning ikki qizi, dadasi sen bilan Uhudda o'ltirildi. Tag'isi mollarini ham avvaldi. Bu ikkisining pul melomizni qanday nikolindi bu ikkisi nikolanmaydi. Yani Rasululloh, ikki qizning tag'isiga, ikki qizga 3 ta echkini bergan, ayoliga 8 dan birini bergan, qolganini ketdi. Sual ayolning qizlari to'g'riliq keldi. Javob mana shaklda berildimi? Ma hadis o'zining umumli qo'lanini. Mutavaffaning ikki qizga 3 ta echkisi berildi degan mazmunni ifodalaydi. Qandaqdir melonmaganlik, dadasining Uhudda o'ltirilganligi, melonmasi to'y qilinmaydiganligi ma'noqlar e'tibordan saqit. Hüküm umum hüküm bo'yicha amal qilmagan. Demak, sababi nuzul tushunishga ishlatiladi, oyat shu yerga qaratilmaydi. Balki oyatning lafzi yoki hadisning lafzi am bo'lib qolsa, am bo'yicha amal qilamiz. Bu shunga al-ibra bizning xato qiladiganimiz lafzining amligi, sababning xususligi emas deydi. Al-ihkamda amaliy davatudi xos sabab bilan kelib qolgan ko'pincha xos sabab bilan kelganlik. Masalan, o'g'irlik oyati bir qalqanni o'g'irlash yoki Safvanning tonni o'g'irlash haqida tushgan. Zahar oyati Muslim ibn Sahra haqida tushgan. Li'an oyati Hilal ibn Umayya haqida tushgan. Unda boshqa sahobalar mushu oyatlarning ahkomlarini inkor qilmasdan am shaklda tushandi. Mana bu shuni ifodalaydi-ki, sabab umumlikni tushunmaydi. Sabab faqat oyatni izohlash, hadisni izohlash, tushunishni ishlatiladi. Madam oyat hadisning lafzi am bo'ladi ekan, buning hukmi am bo'ladi. Bizning xato qiladiganimiz am bo'ladi. Al-ibra bi umumil lafz la bi xususis sabab. Ammo men bayatdan tushundirgan orliqda bir ikki gapni qistirib qo'ydim. Masalan, bayatdan odatdagi sinfdagi gaplarni qilib misol keltirdim. Hadisni tushundirdim. Rasulullohdan dengizchilikga savol so'ragan vaqtda tartaqlar degan bo'lsa. Yoki men misol sinfdan keltirgan misolda men og'rib qolgandim yoki bir ishim botdi, adi darsdan qolsam bo'lamdi desa, ha bo'ladi degan bo'lsa, ya'ni ma'qullan bo'lgan bo'lsa javob u vaqtida xos bo'ldi. Ya'ni savol am bo'lsa am, xasos xos, savolga tabi ulti javob. Ammo savol ana shaklda so'ralgan bilan javob qanday keladi? Am shaklda kelganligi ma boshqa. Shunda o'tib tur. Shundoq nas
javob bo'ldi, lekin savoldan o'zi mustaqil bo'lmagan javob bo'ldi. Savolga tabi javob bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni javob na'am la bilan bo'lgan bo'lsa, yoki o'sha qismning birini ma'nosida bunda shakldagi javob bo'lgan bo'lsa, bunda javob savolga tabi bo'ladi. Amliq savol am bo'lsa am bo'ladi javob. Masalan, umumliqni misolga kelsak, buning misoli, bunda rivoyat qilingan bir rivoyatning birisi bor. Rasululloh rotabni tamirgamda hul xurmini odatdagi quruq xurmaga setishdim. Almashuv setishdim so'ralgan vaqtida hul xurma qurusi kamlamdi degandan ha degandan undoq bo'lmaydi. Undoq bo'lmagan eshaklar hosil bo'ldi. Ammo xosqidagi misol, masalan, Payg'ambarning Abi Burdiga Abi Burda Rasulullohdan bir o'g'loq bundalik toshmaydigan bir o'g'loqni qurbonlik qilish haqida so'rgan. Sen kupayı qiladi, senden başqa hech kim kupayı qilmaydi. Mana xos. Demak, madamiki shar'iy javob, bir savolga kelgan javob, savolga tabi bo'lib qolsa, mustaqil bo'lmay, o'zi mustaqil bo'lmay. Unda olganda am xosqitimi savolga tabi. Savol va kana sual ma'adan fil javob degani javobning marja'i bo'ladi. Ammo unda olmay, savol boshqa, andigan javob mustaqil bunda ayrim shaklda kelgan bo'lsa, javobning hukmi ayrim bo'ladi. Ammo mustaqil javob am kelsa u am bo'ladi, sababining xosligini qata qilmaymiz. Buning asosan yerlik qoidalarmi, yerlik qonunlarmi, shuning asosan tuzildi. Abdur aslida nurg'un qoidalarni keltiribdi. Qilib qolsin. Eng oxirgi abzas qarasanglar, bu yerda shu farqni mulohaza qilish kerakki, ya'ni nasning yo'lga qo'yilish hikmati bilan ve nas şunun binoan kelgan savol yoki voqelik ning o'rtasidagi hikmatlan savol voqelikning o'rtasidagi farqni mulohaza qilish keladi. Umumiy tashri'ning amni yo'lga qo'yishning hikmati ixtilofsiz buni xos qila oladi. Hikmat. Ammo bir nas shunga binoan kelgan savol bayonlagandek sababi nuzul yoki voqelik degandek narsalar u o'simi dal la ibra bi xususus sabab ma'a umul labz deganning maqsadi shu. Degani men yana tushuntirib qo'yay. Hikmat, maqasid amni xosli oladi. Ammo sababi nuzul, mayli savol olsun yoki voqelik olsun, amni xosli olmaydi. Dal mushi gap eng oxirgi la ibra bi xususus sabab ma'a umul labz degan qoidaning mazmuni shu. Iboyatdagi al ibra bi umul labz la bi xususus sabab deganning farqi shu qoidaning ma'nosi shu deb Abdurrahmonayga. Demakchi o'g'ini nasninki hikmati, amut tashri'ning hikmati yoki shariatningki shariatning umum maqosidlari amni xosli olgan bilan sababi nuzullar qanaqlanmaydi, xoslanmaydi. Ya'ni shu qoida kuchga egaki al-ibra bi umumul labz la bi xususus sabab. Va oxiru da'wana alhamdulillah.